qanaqa fikrlash kerak millioner bo'lish uchun? Birinchi navbatda pulni o'ylab ish qilinsa ish emas u. Men qilaveray, ishlayveray, ishi zo'rroq bo'lib ketaveradi. O'shanda bir yillar o'tib bir hisoblaganda, "Oho, shuncha ishlab qo'yibman-a o'sha" deydi. Odamdan maslahat so'rab boradi. Sizni tanigan insonlardan so'raydi. O'sha insonni 2 marta zo'r bola deganini o'zi sizga 1 million, 2 million dollar ishlab beradi. Men aytaylik bir 20 yoshli bola, student. Hali ming orzu niyatlarda bir o'qishga kirgan bo'lgan, unga yoqayotgan yo'nalish bo'lib chiqmadi masalan. Endi o'zini yo'qotib qo'ydi. Nima kasb tanlashim kerak, hayotda nima yo'l tanlashim kerak bilmayapman degan savol. Hayotda ko'p narsadan o'zimni sinashdan qaytmaganman. Yana xuddi shunday. Hamma sohaga o'zimni urib ko'rardim. Nima uchun? Ertaga 30 ga 40 ga kirganda mana shu soha zo'r bo'lsa kerak deb orqaga qaramasdan ketish uchun. Assalomu alaykum. Biz yangi loyiha, yangi podkast boshladik. Biz uni nomini bir deb nomladik. Qadriyatlari bir bo'lgan, maqsadlari bir bo'lgan, qarashlari, dunyo qarashlari bir bo'lgan ustozlar bilan, tadbirkor insonlar bilan ham suhbat bo'lib, fikr almashib, ulardan bir ilm olish uchun mana shu loyihani boshladik. Xudo xolasa, bu loyiha ko'pchilik yoshlarga, tadbirkorlikka qiziqayotganlarga, umuman o'zi noldan qaysidir bir yuqori natijaga erishishni xohlayotgan yoshlar uchun foydali loyiha bo'ladi, xudo xolasa. Bugun loyihamizni ilk mehmoni Anvar Temirov, tadbirkor akamiz, ustozimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shohruxjon, yaxshimisiz? Loyihalaringiz iloyim zo'r bo'lsin. Xudo xohlasa, birinchilariga mana kelish nasib qildi. Shu O'zbekistonimizdagi eng katta tadbirkorlar bilan intervyu olib, ishlaringizni rivojini berib, katta ishlar qiling. Zo'r loyiha, zo'r saralav nom topgansiz. Bir bilan shu maqsadimiz, qilayotgan ishlarimiz, hayotdagi missiyamiz bir bilan oxiridan xursand qilsin. Rahmat. Xo'p, Anvar aka, boshqa shu hozirgacha ko'p intervyuga chiqib yursiz. Boshqalardan farqli ravishda men bugun intervyuda ko'proq bir nima deydi, maydalashibdir, oddiy tilda aytganda ezmalanib bo'lsa ham men o'zimni qiziqtirgan savollarga javob izlayman. O'ylayman, biz qatori bo'lgan shu hayotda o'zini yo'lini qurib, endi karyera sari harakat qilayotganlar uchun foydali bo'lsin deb o'shalarda tug'ilishi mumkin bo'lgan savollarni o'zimcha belgilaganman, lekin asosiysi bugun tabiiy suhbat. Qayerga qarab suhbatimiz ketishini bilmayman, lekin bugungi podkastni ko'rganlar uchun nimalar bo'ladi? O'zbekiston sharoitida noldan tadbirkorlik qilib millioner bo'lish haqida gaplashamiz. Anvar aka, bilaman bunga kamtar gap shohlamaydi, lekin imkon qadar ezmalanib bo'lsa ham so'raymiz. Ikkinchisi, munosabatlar. Insonlar bilan, do'stlar bilan munosabat, oila, ota-ona, farzandlar, umuman jamiyatda insonlar bilan munosabat, shaxsiy rivojlanish haqida xudo xolasa bugun juda bir bebaho ma'lumotlar bo'ladi. Xo'p, Anvar aka, o'zingizni tanishtiring demayman, chunki men yaqindan taniyman sizni. Shuning uchun Anvar akaga yoqmasa ham ba'zi joy e'tiroflarida ham o'zim hozir aytib ketaman. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida shu Jo'sh qishlog'ida tug'ilgan, 91-yilda. Qishloqda tug'ilib, keyin shaharda yashab, sekin-sekin o'qib, tadbirkorlikka kirib, hozirgi kunda qisqa qilib aytganda, hozirgi B tochka deymiz, biz hozir kelib turgan tochkasi tadbirkorlik taraflama aytaman, katta qurilish kompaniya, Yuksalish guruh qurilish kompaniyasini asoschisi, rahbari va shaxsan o'zida menimcha, pulingiz qancha deb aytsam, mana aytmaysiz baribir. Lekin multimillioner desak bo'ladi. Yo'q. Xudo xohlasa harakat qilyapmiz. Hamma narsa, hamma maqsadimiz pul emas. Shuning uchun xohlayman intervyularda gaplashganimizda akalardan, jo'ralardan iltimos qilib pul haqida gaplashmaylik. Men chunki men o'zim ham bu narsani yoqtirmayman, lekin eng birinchi navbatda dadam yoqtirmaydi. Pul haqida gapirib qo'y, gapirasan, pul haqida gapirma, bunaqa qilma degan narsalarni aytadi. Shuning uchun o'zimiz ham yomon ko'ramiz. Meni hamma intervyuimda dadam ko'radi. Ko'rgandan keyin gap eshitmay. Endi bu yerda bitta narsa bor. Hozir baribir biz qatori yoshlar nimaga harakat qiladi? O'sha moliyaviy taraflama yaxshi rezultatga erishganlarni gapini boshqacharoq qabul qiladi. Bu normal. Bu narsani nima deydi? Men Del Karnegi aytgan-ku, men qulupnayli pirogni yaxshi ko'raman, lekin hech qachon baliq oviga qulupnayli pirog bilan bormayman, chuvalchang bilan boraman degan. Ya'ni demoqchi bo'lganim, bizga yoshlar nimaga qiziqib turgan bo'lsa, o'sha rakursda aytmoqchiman. Xafa bo'lsangiz ham, xullas
moliyaviy taraflama multimillioner. Bu degani bir necha million dollar kapitalga ega bo'lgan inson kamtar. Bu haqda gapirishni xohlamayman, lekin millioner degani bu pulga muhabbat qo'ygan insonmi? Mana shu taraflama ham savolim bor. Kimnidir puli ko'paygan desa, demak u faqat nima deydi, pul uchun ishlayotgan, nima bo'lsa pul topish harakatini qilayotgan odam deb qaraydi. O'zi aslida millioner bo'lish uchun maqsadni pulga qo'yib harakat qilish kerakmi yoki qanaqa fikrlash kerak millioner bo'lish uchun? Birinchi navbatda pulni o'ylab ish qilinsa ish emas u. Любой ishni boshlayotganingizda agar maqsad pul bo'ladigan bo'lsa, hozir oddiy yosh yigitni boshlayotgan ishida maqsadi pul bo'ladigan bo'lsa, $10,000 topsam ishim zo'r bo'ladi deb anaqa qiladi. Tamom, o'sha $10,000 yetib boradi u bola. Agar zo'r ishlasa, haqiqatan anaqa qilsa. Undan zo'rroq $10,000 topib qo'ygan odam maqsadi pul bo'lib, yana ish boshlaydigan bo'lsa, uni seli $100,000 yo $1 million. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men o'ylaymanki, maqsad pul emas, maqsad ishlash, nimalardir qilish, o'sha ishdan mazza olish, qanaqa foydalar tekkiza olaman, kimga yordamim tegadi, kimga manfaatim tegadi, kim bundan duo qilib beradi desa. Endi bitta narsa bor, Xudoyim bersa, eplolmay qoladi. Uni agar faqat muhabbati pul, davay topishim kerak, yana pul topishim kerak, yana qilishim. Ikki xil odam bor. Biri pulni egasi bo'ladi, biri pulni qarovuli bo'ladi. Ikki xil odam. Pulni egasi degan odam o'sha pulni boshqara oladi. Nima? U pul bilan egalik qilib, quchoqlab, ana qilib yotmaydi. U kim? Nimaga? Birov davolanishi kerak, mana. Ota-onam mazza qilib kelish kerak, mana, beraman. Aka-ukangizga kerak ekan, mana, beraman. Ishingizni yana rivojlantirish kerak ekan, mana. U odam uyida ham pul saqlamaydi, boshqa qilmaydi. Bor shunaqa odamlar ham, lekin pulni egasi emas, pul uni egasi. U odamlar mana shunday quchoqlab yotadi. Qo'lga tushib qolgan pulni g'ijimlab turadi. U na halovat bor, na bir mazza qila oladi pulni ishlatib. $100 ishlatib qo'ysa, u 3 kun 4 kun o'zini kechira olmaydi. Nimalar qilib qo'ydim. Shuning uchun maqsad ko'proq pul emas. Shu puldan keladigan nimalar bor, nima mazzalar olish mumkin, shularni o'ylasin. Men qilaveray, ishlayveray, Xudoyim bu yog'ini beradi, zo'r qilib beradi deb o'ylab qo'ysa, tamom, ketdi. O'zi nima deydi? Ishi zo'rroq bo'lib ketaveradi. O'shanda bir yillar o'tib bir hisoblaganda, "Oho, shuncha ishlab qo'yibman-a o'sha" deydi. Lekin yo'lga pul deb chiqqan odam qanchadir pulni maqsad qilib qo'yadi baribir. Boy bo'lib ketay deganda ham nech puldir pul turibdi-da, o'sha boy, o'sha o'ylagan eng katta puli ham o'sha 10 milliondir patologi bor. Odam chunki boyna aytganimdek, student bolaga 10 ming kerak. Zo'r bo'lib ketadi deydi. Bitta Spark olaman deydi, yo Nexus 3 olaman deydi, bitta unday qilaman, bir kiyim qilaman, bu yog'i dahshat bo'ladi deydi. Sal kattalashgandan keyin o'sha oila qurgandan keyin u ham kerak, yana bir ikkita narsa kerak. Yo'q, menga 10 ming topib olishim bo'lmar ekan. 100 ming topib olsam, men bitta uy olar ekanman, mashina olar ekanman, yana bir ikkita narsaga sarflar ekanman deydi. Yana sal vaqt o'tgandan keyin nevara bu yoq ko'payavergandan keyin 100 ming ham yetmaydi, 500 ming. Shunday ketaveradi-da. Mana bunaqa degan xulosa qilsak to'g'ri bo'ladimi, Anvar aka? Ko'p pul topish uchun, umuman pul topish uchun, yaxshi daromad topish uchun e'tiborimiz pulda emas, o'sha pul kelishi mumkin bo'lgan jamiyatga qiymat yaratishda. Aytaylik, jamiyat qanaqadir bir muammosiga yechim berishda, biron bir narsa ishlab chiqarishdir, qanaqadir xizmat ko'rsatishdir. Jamiyatda qanaqadir ehtiyoj bor, o'sha ehtiyojni qondirish orqasidan daromad kelishida. Ya'ni kattaroq qiymatli muammolarni hal qilgan inson kattaroq pul topadi. Yoki ko'proq muammoni hal qilgan odam ko'proq pul topadi. E'tibor muammoni hal qilishda, jamiyatga qiymat berishda bo'lsa, bu yoqda pul kelaveradi. Shuni qabul qilish mumkinmi shuni? Shunday. Maqsad nimalar qilib bera olyapman shu pulni topishda, masalan, nech pul topishi, qancha anonisini o'ylashda emas. Nimalar qilib bera olyapman, jamiyatga nimadan foyda tegyapti, nimani olyapti degan maqsadda. Bir pulni o'ylamaslik, pulni egasi bo'lishlikda bitta anonisi bor. Eshitgan bo'lsangiz, Qatar davlatida shunaqangi boy, saxiy sheyx o'tgan. O'sha kishi aytadilar-ku, men Xudoyim bilan spor o'ynaganman. Men beraman, Xudoyim ham berdi. Qani kim yutar ekan shu sportda degan ekan. Lekin o'layotgan vaqtida ham $22 milliard ehson qilib o'lgan. Oxirida ham aytgan, yo'q, Xudoyim yutdi.
Chunki u kishi umri davomida 22 milliard dollar ehson qilgan bo'lsa ham, umumiy sostoyaniyasi 447 milliard dollar sostoyaniyada olamdan o'tgan kishilar. Ha, shuncha sarflab tashladi-yu, yana 47 milliard dollar orqida pul qolib ketdi oxirida. Shunday. Shuning uchun ish qilayotganda aytyapsiz-ku, mana jamiyatga foydasi. Faqat pul bilan ham emas, kimdir bilimi bilan juda foyda berib kelyapti. Olimlarimiz bor, ana bilan o'zini bilimi, qilayotgan ishi bilan foyda berib kelyapti. Tadbirkor odam shu ishlab chiqarayotgan narsasi, ishlayotgan odamlari bilan, masalan, 500 ta jamoasida odam bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmasa 1,5 mingta odam shuni duo qilib turibdi. Faqat jamoasidagi odamlar duo qilib turgan bo'lsa ham 1,5 mingta. O'rtacha 3 kishidan desangiz agar. Ha. Endi tasavvur qiling, o'sha oilani bittasi mashina olib borsa agar, yana xursandchilik, biri to'y qiladi, yana ana shunday duolar yig'ilib kelib tezroq ana bo'lar ekanda, maqsad yaxshilik, yaxshi ish qilaman, shu ishdan bunga mana bunday yordam qilaman, bugun buni to'yini qilishiga yordam qilaman yoki mana buni davolanishiga yordam qilaman deb yo'lga chiqqan odam menimcha ham o'ziga ham bu tomonga ham hamma tomonga foydasi tegib, zo'r bo'lib borishiga. Olish haqida o'ylab emas, berish haqida o'ylab yurgan odam boy bo'ladi deylik. Boy deganda faqat moddiy demaylik. Ilmini berayotgan odam yana ilmi ko'payib ketaveradi. Pulni berayotgan odam yana pul ko'payib ketaveradi. Bir insonga bir qanaqa yo'l ko'rsatib berayotgan odam yana o'zi katta yo'llar oldidan chiqadi deb qarash. Muhammad Ali ustoz bilan 2019-yilmi bir masalada suhbat qildik-da. Biz o'quv markazimiz bor edi, o'shanda keldi. Bitta zo'r voqea aytib berdi. Milliy universitetda bir matematika bo'yicha magistr akamiz xalqaro olimpiadada matematika bo'yicha g'olib bo'lgan. Shundan sal o'tib prezidentimiz bilan uchrashuv bo'lgan. Shunda o'sha boyagi matematikadan g'olib bo'lgan matematik akamiz chiqib o'sha olimpiadada g'olib bo'ldim deganda prezident endi mukofotlash nuqtai nazaridan Cobalt batarya qilgan bo'lgan. Prezident sovg'asi. O'sha kuni o'sha shovqin nima deydi, bir xabar tarqalganda u zo'r bo'libdi dedik-da. Havas qilib endi bitta Cobalt, endi hali studentmiz, oyiga balki 200 dollar, balki 300 dollar pul topayotgan paytimiz rosa zo'r bo'libdi deb xursand bo'lib turibmiz. Muhammad Ali ustoz shunda biz o'quv markaziga kelib qoldi. Shunda ustoz eshitdingizmi, bitta akaga shunaqa Cobalt sovg'a qilibdi desam, shunda ustoz aytibdi, siz Cobalt yutib oladigan, hadya qilib oladigan odam bo'lishga emas, Cobalt sovg'a qiladigan odam bo'lishga intiling. Shunda anaqa bu boshqa rakurs deb aytgandi. Shunda eslayman. Men endi Cobalt olgan odamga havas qilyapman. Sen berayotgan odamga havas qil, undan ko'ra deyapti. Nima deydi? Beruvchi qo'l bo'lishga harakat qil, shunda yechim deb shunda aytibdi. Har doim beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan afzalroq degan ana bor-ku, xuddi shunday ota-onamiz ham duo qilsa, shunaqa qilib duo qilgan. Bolam zakot berguvchilardan bo'lsin, beruvchi qo'l bo'lsin deb. Baribir o'ylab qarasangiz, zo'r tagida hikmat bor ekanda. Mana bu Cobalt olibdi, men ham zo'r o'qisam Cobalt yutib olaman degandan ko'ra, umid qilib turib keyin bir kun menga ham berar ekan. Yo'q, men yaxshiroq o'qiy yoki yaxshiroq shug'ullanay, shu soha bo'yicha men ham mana shunday bolalarni qo'llab-quvvatlab Cobaltlar berib beraman deb yurish kattaroq, to'ppa-to'g'ri zo'r ana. Mana shu narsalardan dunyoqarashlarimiz hammaniki o'zini rakursi anonisi farq qiladi-da. Kimdir shu narsani o'ylab yuradi, kimdir mashina olishni o'ylab yuradi, kimdir men sovg'a qilaman deb o'ylab yuradi. Mashina sovg'a qilish haqida o'ylab yurgan odamning darajasi bilan boshqa, mashina olish haqida o'ylayotganga nisbatan o'ziga. Ikkovining ham rakursida farqi bor, lekin ikkovi ham bir xil odam. Ikkovi ham xuddi shunday sog'lom ana, faqat ikkovi ikki xil o'ylaydi. Zo'r o'qisam men unaqa mashina olar ekanman deb u mana shu yo'lda harakat qiladi. Bunisi ham xuddi shunday zo'r o'qiydi. Faqat zo'r o'qisam men mana shunaqa odamlarga foydam tegadi, mashina beradigan darajada odam bo'laman, sovg'a qiladigan, ehson qiladigan odam bo'laman deb bu boshqacha harakat qiladi. Ikkovining ham niyati, rakursi ikki xil. Shunga yarasha Xudoyim beradi. Bitta avval eshitgan bitta nima deydi, insight, ilm deymizmi? O'shani sizda tasdig'ini so'ramoqchiman endi, to'g'ri bo'lsa. Hozir siz menimcha, mendagi ma'lumotlarga ko'ra 2000 dan ziyod xodim bor jamoada, Yuksalish guruhida umumiy ishlaydigan xodimlar. 2000 dan ziyod insonni rizqiga sababchi bo'layapti mana shu ishxona va shu ishxona rahbarisiz kompaniyani. Aytaylik, boya aytganingizdek, har bitta oilada 3 tadan ishlasa, demak 2000 da 3 ko'paytirib 6000 ta inson sizga kerak bo'lsa, shu nima deydi, joni sog' bo'lsin, yana ham ishi zo'r bo'laversin deb uyiga bir produkt olib borganda, aytganingiz to'y qilganda duo qilyapti. Shuncha duoning orqasidan sizda shuncha bir potensial bo'lyapti. Endi siz 91-yilsiz, xuddi siz qatori yana bir inson bo'lishi mumkin. U inson
amal kun o'tishi uchun ishlayapti. Aytaylik, oyiga 5 million so'm, 10 million so'm ishlayotgandir masalan. Shuni asosiy bitta sababi mana shunaqa men so'ramoqchiman. Fikrlar bizni harakatga undaydi. Harakatlar bizni odatlarimizga undaydi. Odatlarimiz bizni xarakterimizga aylanadi, xarakterimizga. Xarakterimiz esa bizni taqdirimizga ta'sir qiladi degan. Ya'ni hamma narsani boshida fikrlash turadi. Men katta bir kompaniya ochaman deb fikrlab boshlagan kimdir, masalan, siz misolingizga keltiryapman. Yana bir kishi xuddi siz qatori, yoshi siz qatori bo'lgan bir inson, men bir joyda yaxshi ishlayman, yaxshi ishchi bo'laman deb qanaqadir bir himmat bilan boshlagan bo'lgan. Rostdan shunaqami? Sizda ham demoqchi bo'lganim, sizda mana shunaqa natijalar bo'layotganini sababi rostdan juda ham aqlli bo'lib, sizda shunaqa nima deysiz, ortiqcha ko'p aqllar bormi? Masalan, boshqalarga nisbatan shu qanday farq? Yo'q. So'ramoqchiman. Shohruxjon, hech qanaqa anonimiz yo'q. Даже men ko'p aytaman ham o'zim. O'sha o'qigan institutimda, litseyimda men ko'p joyda o'qidim. Ko'p maktabda o'qidim. Sinfdoshlarim, kursdoshlarim hammasi bilishadi. Unaqa kuchli o'quvchi bo'lmaganmiz, kuchli talaba bo'lmaganmiz. Arang tugatganmiz, lekin Xudoga shukr, atchisleniyaga chiqib ketmaganmiz, tugatganmiz. O'rtamiyona bo'lib O'rtamiyona bo'lib tugatganmiz. Lekin faqat men o'ylaymanki, faqat o'sha bolalar bilan, jo'ralarim, og'aynilarim bilan dunyo qarashlarimiz boshqacha bo'lgan. Men har doim o'ylasam, kattaroq narsalar haqida o'ylaganman. Bitta oddiy misolda aytaman. S4 degan, Samsung S4 degan telefon chiqdi institutimizda. Bitta jo'ram bilan ketyapman, Said degan o'rtog'im bilan. U aytdiki, men dedi Samsungni bir qanaqa modelini olishim kerak dedi. U model endi tasavvur qiling, o'sha paytlari 300 ming so'm, 350 ming so'm turadi. Xuddi shu bola bilan ikkovimiz birga stipendiya olib chiqqanmiz. Lekin meni kallamda yana necha pul qo'shishim kerak? S4 olaman, yangi chiqdi, shuni olaman. U o'sha paytlari 2 million 700, 2 million 800. 10 barobar ziyod. U boshqa markadagi telefonni olishni xohlayapti. Siz eng zo'rini olmoqchisiz. To'g'ri, kistamizga qarab deyish mumkin odamlar, lekin o'sha payti aytayapman, 86 ming so'm stipendiya u ham olgan, men ham olganman. Lekin o'ylasangiz, shuni fikrlasangiz, agar o'shanga yarasha Xudoyim yechim beradi, o'shanga yarasha harakat beradi sizga. Значит, men mana bu yo'ldan yursam topaman. Pulni ham, hamma narsani yo'lni ochib qo'yadi Xudoyim. Faqat ko'p aytaman, niyat. Qarashda. Niyat qilish. Mana shunday yaxshi niyat. Men shunaqa narsa qilaman. Xudoyim aytadi-ku, yaxshiga niyatga ham, yomon niyatga ham farishta olmen deydi. Xudoyim yaxshisini ham, anonisini ham yetkazish oson. Bir xil men yana bitta narsani aytaman. Bizlar oilamizda onam, katta onam masalan butun psixolog bo'lgan deydi. Kelinlari hamma bunga shak shubha hech qaysi qilmaydi. Kelinlari, qizlari nima deydi, qarshilik bildirmaydi. Haqiqatan onam biron marta janjal kelib chiqishida to'g'ri yechim berib, hamma vaziyatdan chiqib ketavergan har doim. Endi tasavvur qiling, 8 ta kelinni bir vaqt o'zida qilgan. Siyosat qilib boshqarib turish kerak. Boshqarib turish kerak. Unga kuchli siyosat qilsangiz, uni boshqara olmaysiz. Xohlaysizmi yo'qmi, kuchingiz yetmaydi. 8 ta kelindan tashqari onamda 8 ta qizi ham bo'lgan. Bu tomonni qarashga, 16 ta ayolga qilmasin. Shuning uchun hammasiga o'zi aytganki, niyatlaring yaxshi qilinglar. Bitta narsani bil, sen bugun nima qilyapsan menga, o'zingga ertaga shunday narsa qaytsin. O'ziga havola qilib qo'yadi, o'zlariga. O'zlariga tashlab. Ana endi tasavvur qiling, qaysi odam o'ziga shuni любой narsani qilayotganingizda bir nima deydi, men bunaqa ovqat qilmayman, mana bu bor ekan, mana shuni yeyveradi, onajon deb ayta olmaydi kelinlar. Nima uchun? Ertaga menga shu narsani aytsa ko'tara olamanmi deydi. Xuddi shunday. Bo'laveradi shu ovqat deb yondashsa menga. Tashlab qo'yib anaqa qilganlar. Lekin uydan chiqib ketayotgan, mavzudan sal chetlashdik. Uydan chiqib ketayotganda onam hamma keliniga aytganki, bolam, sabr qilinglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Chunki 8 ta kelinni ham bir hafta turg'izib, uyida bir hafta turg'izib chiqarib yuborgan, kvartiraga chiqib, o'zini ro'zg'orini tortsin deb. Hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi zo'r bo'ladi. Harakat qilinglar deb chiqarib yuborgan. Niyatga bog'liq deganim, ishda ham masalan 2000 kishi bo'lishini to'g'ri tasavvur qilmaganmiz, lekin niyatim bo'lgan. Menga onam har doim aytgan, "Ona, men maktabda juda kuldida bolalar ustimdan" deganman. Men shu katta onam bilan katta bo'lganman. Kesalar postoyanli birga yurardik.
kulyapti-da, nima deb kuladi? Tishingni oralari ochiq, tish haqida hazil qilib kuladi maktabda. U paytlar qo'pol ana bularda shunday kulardi da desam, onam zo'r aytardi-da. Bolam, bu tishni orasi ochiqligi rizq bu. Xudo xohlasa sen boy bo'lasan. Sen dahshat boy bo'lasan shunday degan. Shuni U- yaxshilik qilaveryapti Ha. degda. 4-sinflikda tasavvur qiling. 4 yoki 5. Akram degan o'rtog'im shunaqani qilgan, kulgandan keyin borib aytganmiz. Shu bilan ishonasizmi, faqat xayol shu narsada qolgan. Bozorda ishlayman ham, oynaga o'zi redki tushadi-ku tishingizga ko'zingiz. Oynaga qarab qo'yasiz, tish orasini ochiqligini qarab, men xudo xohlasa boyib ketaman deysiz. Hech qayerga hozirlagan tish orasi ochiq bo'lsa boy bo'ladi deb. Ishonasizmi? Lekin siz onangizni Ha, ishontirgan. Ishontirgan o'sha narsaga. Men ayolim bilan uchrashyapman, o'sha fotiha hamma narsa bo'lgan. Aytamanki, menga onam aytgan, xudo xohlasa men boyib ketaman, dahshat boy bo'laman. Shunday degan deb shu narsa bilan yashadik ancha yil. Ishonasizmi? Shu narsani o'zi o'ylab yurish odamga shuni o'ylab yurishni o'zi bir katta an'ana. Ha, shu gumonda Xudo bo'lish. xohlasa, ha, bo'ldi, mana shu ishni qilsam, значит shundan boy ekanman-da. Ha, bundan qilsam bundan ekanda deb odam anavda harakatni to'xtatmar ekanda. Qaysidir ishda bo'lmagan paytida sinib qolmadik. To'xta, qayerdadir turibdi omadimiz, qayerdadir Chunki turibdi. bari men boy bo'lishim aytilgan-ku. Xudoyimdan so'ragan-ku onam deb narsalar qilganmiz. O'zbekiston sharoitida muvaffaqiyatga erishgan tadbirkor ustozlardan, akalardan shu podkast orqali ular fikrlashi qanaqa, nima muvaffaqiyatidagi nima omillar bor, o'sha narsalarni tahlil qilib kuzatib turgan, kameraga kuzatib turgan odam boy otasini puli ko'p bo'lgani uchun boyda yoki men tanish bilishim bo'lsa boy bo'lardim, men ham uni tanish bilishim bo'lganda deb divandan o'rnidan turmasdan faqat boylarni shu uchun boyda deb o'zini oqlash deymiz, opravdat qilish. Men chunki shunga munosibman deb o'tirgan odamlarga muhim insight bo'lsin. Umuman o'zi unaqalarga emas, yo'l izlayotganlarga ham. Demak, hozir aytganingizdek stipendiya bir xil oldingiz. Kursdoshingiz ham, siz ham bir xil stipendiya oldingiz. Faqat kursdoshingiz o'shanga yetadigan anaqa olmoqchi, telefon olmoqchi, stipendiyasi yetadigan telefon olmoqchi. Siz esa stipendiyangiz yetmaydi, siz xohlayotgan telefonga, chunki siz eng yaxshi telefon olmoqchisiz. Shu uchun qanaqa qilib qolgan pul topaman deb savolni o'rtaga qo'yganingizdan keyin javob kelyapti. Ya'ni bitta muhim narsa bo'lyapti shu yerda. Muvaffaqiyatli insonlarning fikrlash tarzi biror narsani bo'lmaydi deb xulosani tez chiqarmaydi. Undan ko'ra savolni o'rtaga tashlaydi. Ya'ni uzil-kesil javob kerak emas. Cho'ntagimda o'zi 100 ming so'm pulim bor-ku, qanaqa qilib men 200 ming so'mlik narsa olaman? 200 ming so'mlik narsa ola olmayman, chunki cho'ntagimda 100 ming so'm narsa 100 ming so'm bor-ku demayapti. Undan ko'ra cho'ntagimda 100 ming so'm bor, men xohlayotgan narsa 200 ming so'm, qanaqa qilib 200 ming so'mlik yana 100 ming so'm qo'shib topaman degan bir savolni o'rtaga tashlash. O'zi aslida bizning ongimiz umuman chegarasi yo'q. Shu uchun ham mana Marsga chiqib ketyapti. Umuman bir mo'jiza deb hisoblanayotgan narsalar insonni ongi sabab bo'lib ixtiro bo'lyapti. Chegara yo'q demoqchiman fikrlashda. Biz miyamiz qanaqa qilib degan savolni qo'yish bilan biz xohlayotgan narsaning javobini topaveradi. Menda bitta shunga doir bitta misol bo'lganda, abituriyent paytim, shu meni O'tkir domla, O'tkir ustoz fizikadan tayyorlayotgan paytda mana bunaqa bo'lganda, ustoz, men birinchi kursman. Ikkinchi, uchinchi kurslarga ham fizikadan darsga kiradida, birinchi kursda Shohruh degan bir kichkina bola bor. Fizikadan hammani sindiradi. Men o'zi yaqinda boshladim fizikani. Yaqinda shogird qoldi oldiga. Yotoqxonaga boraman. Menga sal oldin hali bor musorda to'kib kel deb ish buyurib, xonamni tozala deb yoki ovqatimni qilib berasan deb ish buyurib, endi kichkinamiz, tanishimiz yo'q, yo kaltagimiz yo aytganini qilamiz. Shunaqa buyurgan va akalar kelib turib, O'tkir ustoz aytdi, sen fizikadan kuchli ekansan, bunaqa deb aytdi deyapti. 3ta 4tasi kelib aytyapti. Mendiki boshlanyapti. Qo'rquv boshlanyapti. Birortasi endi kelib savol so'rab qolsa nima qilaman deb. Shuning uchun endi anaqa nima bo'lsa shu ustoz aytganidek bo'laman endi degan. Boshqa variantim yo'q unda. Orqaga yonib ketdi, bo'ldi. Endi orqaga qaytish yo'q. Ustoz shunaqa deb aytib bo'ldi. Bironta kelib so'rab qolsa, parod bo'lmaslik uchun ham endi haligi yeb qo'yganim uchun ham endi gazim bosaman deganday. Kamerani qo'shning, gapiring men. Yo'q. O'chib qolibdimi? Shuni qarab turing-da, og'a. O'zim kechira olmayman-da. Ha, bunda sen qarab turing, og'a. Yana oxirida yana bitta ishlamga olib tekin qilib beraman bu safar deb turmang. Ozodbek Nazarbekovning qo'shig'i ham bor-ku bu haqida.
bu dunyoda hatto aziz otamdan ham deb onasi aytgan so'zlarni qo'shiq qilib aytganda xuddi shunday. Qachon erkakda shunchalik o'rni, shunchalik anonisi bo'ladigan bo'lsa, u erkakni uyda haqiqatdan qirol shu uyda turganini, haqiqatdan shohi bor bu uyda, anonisi egasi bor degan narsa bolalarga, qizlarga o'tib boradi. Qizlaringiz ertaga qo'rqadi. Buni otamni yuzini yerga qaratsam shunaqangi otamni obro'yi bor deydi. Uni qiz bola qayerdan biladi? Obro'yi borligini ko'chada otasi ger deb yurishini ona aytmasa, ona ko'rsatib bermasa o'shani tasvirlab. Bu narsani tasvirlab bergandan keyin o'sha tasavvuringizdagi odamga anavi qilib boraveradi. Shunga mos muomala qilasiz deydi. Mana bunday narsada men u kuni bitta muhokama qilganda anaqa qildik. Avval men boshqarma bir qurilish bo'yicha birorta boshqarma anonsiga borsam, akalarimiz bilan gaplashsam oyog'im qaltirardi. Bu 2016-yillar. Bir vaqt o'tib, o'sha boshqarma boshlig'i zam hokimni oldida uni oyog'ini qaltirashini ko'rganman. Zam hokimni oldida oyog'i qaltirashini ko'rganman. Shu yillar o'tib men boshqarma boshlig'ining oldida oyog'im qaltiramaydigan bo'ldi. Nima uchun? Chunki u kishi ham zam hokim bilan gaplashganda oyog'i qaltiraganini ko'rdim. Uje qo'rquv tushadi. Bo'ldi, u kishi bilan chista aka-ukada jo'radek gaplashishni boshladi. Xuddi shunday. Siz otangizni oldidagi narsani ko'rsatib bermasa ayol qaltirab turib, dadasi mana bunday yoki qaltirab turmagan holatda chista hurmat, zo'r hurmat bilan tursa, xuddi shunday turadi. Ikkovi agar bunday yeyishib, sen odam emassan, men unaqaman, men odam bunaqasan degan narsani ko'rgan odam meni ota-onam vobshe qo'llamagan. Men o'zim chiqib keldim. Bir pachka pulim bor edi deydi. Shunaqa onalar bo'ladi. Shuning uchun onalarimizda mana avvalgi onalarimiz haqiqatan bekorga aytmagan. Otasidan aziz ko'rgan edi. Qo'shiqni hatto aziz otamdan ham deb. Otasidan aziz ko'rgan. Otasidan aziz ko'rgan odamga sakrab gapira oladi. Yomon muomala qila oladi. Bir narsani tushuntirayotgan payti shunday ta'sirlab beradi. Siz shunday eringizni ta'sirlab bering, bolangiz sizdan baland ko'rib yursin, u ko'chada bir dadang bunaqa desa, uni urib jog'ini yorib qo'yadi. Meni otamni bilasan, qanday odam? Onam aytgan menga, meni otamda odam yo'q deb nima qilib beradi. Shunday. Tishing orasi ochiq bo'lsa boy bo'ladi deganda, sen nima deyapsan, men bari boy bo'laman deb. Tushunarli. Endi men bunaqa savol bor. Siz ishni boshlayotgan paytingizda ota-onangiz, oilangiz, ota-onangizni oilasi deylik-a, o'ziga yarasha to'q oila bo'lgan, boy bo'lmasa ham to'q oila, davlat ishida ishlaydigan, oylikda ishlaydigan odamlar bo'lgan. Siz biznes boshlayotganingizda moliyaviy qo'llab-quvvatlashni qanchalik qo'llab-quvvatlagan, undan tashqari yana qanaqa qo'llab-quvvatlov bo'lgan? Ya'ni oddiy qilib aytganda, men ham shunaqa biznesmen bo'lib ketardim. Otam pul bermaganda yoki tanish bilishim bo'lmaganda deyapti. Ya'ni ish boshlayotgan paytda bu resursning qanchalik sizga ahamiyati bo'lgan, qaysi resurslar muhim bo'lgan siz endi ish boshlagan paytingizda? Qarang, bu boshlayotgan ishimizni davrida pul katta rol o'ynamagan. O'ynagan qanday ma'noda? O'sha dadamni birinchi bergan $100, $1000 bo'lmaganda men shunday bo'lib ketmasdi balki. Avvalo ishonchi bo'lmaganda, duo qilib turmaganda shunday bo'lib ketmasdi. Lekin o'sha odamlar o'sha zo'r darajaga yetishgandan keyin o'sha $100, $1000 общем esdan chiqib ketib qoladi. Men hozir millionning ichidaman. U $100 shunday ham topadim deb qo'yadi. Hozir rashad qilib qo'yaman kerak bo'lsa. Shuncha berganmiz boshida. Bu tengsiz narsa u. Shohruxjon ishonib, sen katta maydonga chiqyapsan, mana bolam degani. Men faqat bitta narsani aytaman. O'sha chiqib kelayotgan, o'sib kelayotgan, tadbirkor bo'lmoqchi bo'lgan ukalarimizga eng birinchi navbatda siz birdan katta ishni, katta anavda niyat qilmang. Siz boshlang. 20 yoshdamisiz, ertaroq boshlang. Siz networking qiling, odamlar bilan ko'proq odam bilan muloqot qiling, ko'proq odamning xayolida siz qoling yaxshi odam bo'lib. Chunki siz 10 yildan keyin sahnaga chiqib kelasiz. O'sha chiqib kelganingizda o'sha 20 yoshdagi yaxshi Anvar 30 yoshda birov ko'rganda, bu zo'r bola edi. Hozir ham bir gaplashib ko'raylik qani, qanday ekan? Unda keyin gaplashgani vobshe katta ana uyg'otadi. Bir ishlarga to'g'ri kelib qolasiz. Men bir o'quv markaziga borganimda aytdimki, networking deganda nimani tushunasiz deb aytayapman-da. Qarang, siz hozir o'qiyapsiz debman. Maktabdasiz.
siz hozirdan networking qiling. Mana shu kursdoshlaringiz anonizda yaxshi siz haqingizda yaxshi taassurotda qolsin. Yaxshi sinfdosh, yaxshi kursdosh bo'lib boshlanadi, boshi baribir. Shunday. Xudo xohlasa ertaga hech kimga bog'lab bergani yo'q. Kimdir boshqa sohaga, kimdir vazirlikka ketadi, kimdir hokim bo'ladi, kimdir katta ishlarda bo'ladi, kimdir tadbirkor bo'ladi. Tadbirkor bir insonni oldiga borganda to'g'ri ichkariga kirganda jo'ram zo'r inson edi. Xudo xohlasa qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Hamma tomoniga yordam qilib turaman. Shu tadbirkor zo'r bo'lsa zo'r bo'ladi desa, qayerda? Lekin u vaqtida o'sha urri yoki haqiqatdan birovini urushtirib, kursdoshlar ichida bunday anaqa qilib yurgan odam kelib qolsa, bu bunday emas, bu hozir ham shunday bo'lsa kerak, bu bir narsalar qila qo'yish, shu palakatdan uzoqroq yuraylik degan narsa bo'ladi. Keyin aytaman-da, yana bitta narsani. Maktabda o'zimiz ham o'qiganmiz. Qizlar bilan ham boshqa sinfdosh hammasi bilan ham yaxshi munosabatda bo'ling. Bilmaysiz ertaga bu hayot bu. O'g'lingizga qizini so'rab borib qolsangiz, siz haqingizda butun maktabda mana bunday o'ylab yurgan odam siz borganingizdan palonchani o'g'li desaga qo'ying kechirasiz. Unaqaga bolam bering. Chuqurlashmaylik. Otasi shu edi, shuni anasida degan narsalar bo'lmasin. Farzandlarimiz oldiga bizlar sabab to'siqlar tushmasligi kerakda. Demak, yana bitta muhim narsa, demak muvaffaqiyatli bo'lish uchun insonlar bilan munosabatlar yoki o'zini shaxsiy reputatsiyani ustida jiddiy ishlash kerak. Reputatsiya bugun pul bilan reputatsiya ishlash, mana aytaylik, men yaxshi reputatsiyam bo'lishi uchun, shaxsiy brendim zo'r bo'lishi uchun pul kerak, mashhur bo'lishim kerak deb o'ylaydi. O'zi aslida mediada mashhur bo'lishdan oldin ota-onasini oldida reputatsiyasi yaxshi bo'lishi kerak. Aytganingizdek, dada men shu sohani tanlamoqchiman desa, bo'ldi, o'zing bilasan, sen nima deydi, shu paytgacha yaxshi bola bo'lib kelgansan. Shu paytgacha ota-onasi kichik ishonchdan boshlanadi-ku baribir. Yurishni boshlagan paytda ota-onasi bolasiga nimadir ishonadi. Keyin yana aytaylik 10 ga kirganda nimadir, 20 ga kirganda nimadir ishongan, 25 ga kelganda ota men mana bunaqa ish qilyapman deyotgan paytda shu paytgachagi ishni yuzi yorug' bo'lib kelgan bo'lsa, bo'ldi bolam, biz qo'llab-quvvatlab turamiz faqat degan bir narsa bo'lishi mumkin-da. Qarang, hozir zo'r narsa aytdingiz-da. Pul unda emas ekan deb reputatsiya dedingiz. Men buni mana shunday aytaman. Bu narsada odamni ishida, ketishida eskilarimiz gapi bor. Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin dedi. Bu zo'r narsa bu. Men o'zim ko'p shu narsaning shohidi bo'lganman. Ko'chadagi akalardan, boshqalardan ko'rib. Qanday? Menda ham o'tirib qolamiz. Sheriklarimiz bor, akalar bor, hisob-kitobda, boshqada o'tirib qolamiz. Mana bu $10,000 bermaganding, eslolmayapman desa yoki mana bu narsani eslolmayapman, bo'lmadi desa agar, bo'ldi aka menga yozib qo'ying deyman. Yozib qo'ying, bo'ldi, men bo'ynimga, men ana qilaman. Aytaylik, o'shani bergan bo'lgansiz-u, lekin bermagansan deyotgan bo'ladi. U kishi ham esdan chiqib masalan. U odam ham spesialni qilayotgani yo'q. U odamni esidan chiqib qo'ygan. Lekin meni esimda o'sha narsani qilganman. Lekin ba'zida mayli meni haqiqatdan esimda emasdir, lekin birinchi marta berayotgandirman. Lekin ikkinchi marta berayotgan odamlarimga ham birdan aytganman, mayli, o'tsin, norozi emasman, lekin shu odamning oldida men obro'yim tushmasin. Arzimagan 10,000 dir, arzimagan 5,000, 50,000 dir, 20,000 dir. Mana yaqinda bitta shunaqa sport ketyapti, shuni sen aytuvding, men so'rayman, keyin aytaman dedim. Nasamda bo'lgan, уже переговор bo'lgan, hamma narsa bitgan. Qaytadan ana bo'layapti, 100,000 qo'shiladi dedi. Bo'ldi, qo'shinglar, menga yozinglar dedim. Beraman yil oxirigacha deb. Chiqib ketdim. Shuni sherik aytayapti, ha, noto'g'ri narsa bo'ldi-yu. Lekin Martikan shunday turib chiqib ketdi-da. Uni men ukam o'tiribdi o'sha yerda. Shu bola aytib beradi. Yana shunaqa bo'ldi, siz ketganingiz bo'ldi. Menga shuni o'zi yetadi, aka. Ko'p narsa kerak emas, ko'p anavi kerak emas. Xurshid aka ham xuddi shunday anaqa qiladi-da, bir xil payt eshitib qolasiz, ana borganimda necha pul so'rayapti dedim. Men shuncha so'rayapti desa, "Beringlar bo'ldi" dedi, obro' tushmadi. Ber, anaqa qilsin. Keyin o'ylab aytasiz, "Tamam, men ham noto'g'ri yo'lda emas ekanman. Shunday yaxshi qilyapman" ekan. Tortishib, qarangda, tortishib, unga tirashib, "Yo'q, bunday bo'luvdi, ertaga isbotlab beraman, indinga videosini olib kelib beraman. Sen nima deyapsan?" deb talashib yurgandan ko'ra. Siz haq bo'lsangiz ham. Ha. U $10,000 pul sizdan ham qolib ketadi, mendan ham qolib ketadi. Masalan, 10,000 misolida.
Tadbirkorlikda aytaylik, Ha. 10 ming juda katta pul hisoblanmaydi. Mayli deb. Masalan, hozir men qilayotgan katta ishimni ichida u 100 ming hech narsa emas. O'sha aytgan boyagi 100 ming hech narsa emas. Lekin meni halovatim 100 ming turmaydi. Men 10 kun, 20 kun endi nima qilar ekan? Endi qayerdan o'ylab yurar ekan? Nima Qanaqa dushmanlik qilaman deb o'ylaydimi? deb yurgan nima kerak yo'q. 100 mingni beraman, ishim ketaversin. Men oldinga qarab ketaveray, mayli o'sha yo'lda sal ziyod olaman, bundan ko'proq narsa olaman degan odam oladigani olsin, Xudo nasib qilgan bo'lsa oladi, nasib qilmagan bo'lsa Siz hatto o'sha kichkina deb qarayapsiz o'sha muammo. Shunga qilamanmi? Bu olsa senga o'ta qolsin deb. Zo'r. Ana unda kun gaplashganmiz deb aytdim. Bu yerda foydali bo'lsa kerak kuzatuvchilarga. Adashmasam, katta ehtimol bilan o'sha hazrat Imom Buxoriy hadisshunos bo'ladi. Eng ko'p hadis to'plagan, sahihlar to'plagan hadisshunos. O'sha hazrat bir kemada bir joyga safarga ketayotgan ekan. Anaqasida hamyonida shu eski kinolar ko'rsatilgan qopchada hamyon bor. Shu hamyonida 1000 dinormi endi o'sha hozir 1000 bor edi-da, shu o'sha pul birligi dinor bo'lsa kerak, dirhammi, dinormi? Pul bor ekan, safarda ketyapti. O'sha boshqa bitta inson, qo'li egiroq bir inson hazratni o'sha pulni borligini bilib qolibdi. Shunda uni o'g'irlab olib qo'ymoqchi bo'libdi-da, hiyla ishlatibdi. Kemada ketyapti. Voydod, odamlar, men hamyonim bor edi, shu ko'rinish shunaqa edi, ichida shuncha pulim bor edi deb jar solibdi-da, xullas. Keyin shunda mirshaplar deymizmi endi shu ular kelibdi-da, qanaqa edi deb tafsilotlarni so'ragan va ko'z bilan ko'rdiki, hazratni hamyonini ko'rinishini. O'shanaqa edi deb og'iz bilan gapiryapti, faqat hazratda demayapti-da. Endi chunki obro' baland, shuncha hadis to'plagan bir obro'li inson ketyapti-da, og'iz tillatganda shaxsiy brend baland inson ketyapti. Shunda endi mirshaplar o'sha o'g'rini topish uchun biz bittalab hammani tekshirishga majburmiz deydi, bittalab tekshirib boshlaydi. Shunda Imom Buxoriy hazratlari boyagi o'zini puli, o'ziniki bo'lmasa, haqiqatan o'ziniki, mana o'ziniki bo'ladigan bo'lsa, Xudo ko'rib turibdi. Nima qiladi? Hamyonni dengizga uloqtirib yuboradi-da. Shunda tekshirish navbati hazrat kelgan paytda men mirshaplar uzr so'rab, endi shunday obro'li inson bo'lsangiz ham endi hammani oldida bir anaqa tekshirishga majburmiz, kechirasiz deb turib tekshirsa, u hazratdan ham pul chiqmaydi, boyagi hamyon. Hammani tekshirib bo'ladi, tema yopiladi, keyin mirshaplar boyagi gapiradi, sen yolg'ondan bo'xton qilgansanmi, hech kim topilmadi, yo'q deydi. Tema yopildi. Shundan keyin boyagi qo'li egri odam, tuhmat qilayotgan odam borib hazratga borib, "Hazrat, shu pulingiz sizda rostdan bor edi-ku, tekshirganda nega chiqmadi?" desa, "Men u pulni tekshirish boshlangan paytda suvga uloqtirib yubordim. O'zim pulim bo'lsa ham, men uchun obro', shuncha hadis to'playapman, mendan keyin qolgan odamlar ana shuncha hadis to'plagan va mana bunaqa o'g'ri bo'lgan degan gap ketib qolmasligi uchun, reputatsiya uchun shu pulni o'zini puli bo'lmasa, o'sha yerda meni mirshaplar ushlab olgan paytda dokazat qilib beraman, o'zimniki edi, men falon joydan topganman bu pulni degan gap o'zini oqlaguncha cho'rliklar ketib qoladi baribir. Taniqli odamlar haqidagi negativlar tez tarqaladi. Shu xuddi shunday, mayli o'sha pul 99% aminsiz. Aytaylik, o'sha boyagi $100,000 pul sizniki 1% bo'lishi mumkin, mabodo deyapsiz. Lekin shunday, mayli o'sha biri bo'lib qolmasin, nariga o'tsin. Zato men anaqam, reputatsiyam, obro'yim, shaxsiy brendim joyida tursin deb. Men siz bilan boshqa ustozlar bilan birga ishlaganimda shu narsani tushundim. Shaxsiy brend degan atama yaqindan chiqdi-da. Shaxsiy brend aytaylik bir 3-4 yildan beri aktiv bo'lib qoldi. Ya'ni Instagramda, YouTube'da bloglar yuritib, obunachi yig'ib, mashhur bo'lishda shaxsiy brend deb aytayapmiz. Lekin aslida shaxsiy brendning boshlanishi, meni hozirgi tushuncham, sizlarni kuzatib, shu hurmat qiladigan ustozlarni kuzatib, haqiqiy shaxsiy brend bu mediada mashhur bo'lish emas. Haqiqiy shaxsiy brend biz uchun eng yaqin bo'lgan insonlarni oldida hurmatli bo'lib ketishimiz. Birinchi biz agar ota-onamiz bizni hurmat qilishi, ya'ni yaxshi ko'rishi. Xudo xolasa, menimcha ko'p hammani ota-onasi yaxshi ko'rsa kerak farzandini. Birinchi ota-onasi yaxshi ko'rishi, uylangan bo'lsa ayoli hurmat qilishi, undan keyin farzandi bo'lsa farzandlar rostdan yaxshi inson sifatida otam yaxshi deb hurmat qilishi, aka-ukalari, keyin o'sha jamiyatda birinchi bo'lib u bilan tanishayotgan insonlar, qo'shnilari, sinfdoshlari, kursdoshlari, ya'ni media boshqa tema, hali mediagacha ancha bor. Ya'ni biz shunisiga ham mediaga chiqamizmi, yo'qmi, shunisiga ham hozir biz odamlar ichida, jamiyat ichida, biz tanigan odamlar ichida qanchadir odam biz tanisa, o'shalar bizni hurmat qilsa, demak biz to'g'ri yo'lda ketyapmiz. Ana endi uni masshtablashtirish uchun Instagram, boshqa ijtimoiy tarmoqlar har xil bir intervyularga chiqib, mashhur bo'lish, ya'ni mana shu yaxshi insonni endi kengroq yoyapmiz taniqliligini. Shunaqa degan xulosaga keldim-da. Shu bitta sizga savol. Men kuzatuvimdan shu narsani tushunganman. Shu yoshligingizdan, ota-onangiz, yaqinlaringizdan sizni oldida reputatsiyangiz yaxshi bo'lgan. Mediaga chiqib boshladingiz, taxminan 1 yil bo'ldi. Shaxsiy brend yuritdingiz, bu qanaqa sizga effekt berdi? Ya'ni shaxsiy brend yuritdingiz deganda Instagramni ustida ishladingiz.
intervyularga chiqdingiz. Sizga hayotingizda qanaqa o'zgarish bo'ldi? Biznesingizda, umuman shaxsiy hayotingizda? Biznesimdagi o'zgarish, masalan, sotuvimizga shu ta'sir qildi. Mijozlar Ha, ko'proq ishonib ha. boshladi sizga? Endi masalan, avval odamlardan eshitgan bo'lsa, Anvar mana shunaqa, Anvar bunday qurib bergan, Anvar bunaqa bola degan Sarafanli deb marketing eshitgan orqali, bo'lsa, sarafanli tavsiya marketingdan orqali. eshitgan bo'lsa, endi o'zlari ko'rdi. Videoda, unda ko'rdi. O'sha ko'rgan odamlar qiziqib kelib mijoz bo'ldi. Men bilan gaplashib ko'rgandan keyin hayotda ham shunday ekan. Ha, olamiz bo'ldi deb anavi bo'ldi. Yomon tomonga ta'sir qilmadi. Bunday hayotda bilmasam, kimdir qandaydir qabul qilgan bo'lsa, o'sha qabul qilgani bo'yicha bo'ldi. Menga hech qanaqa yomon tarafi ham, unda zo'r tarafi ham anaqa qilmagan. O'zi ko'p narsani ham yomonni yomon deb ham qabul qilmaymiz, zo'rni zo'r bo'lib ketdi ham deb qabul qilmaymiz. Shu o'rtaroq qabul qilaylik. Dunyoga, molga, anoga hirsi anonimiz baland bo'lib qolmasin. Mana o'zingiz ham ko'rganingizda aytdingiz, savdo shunday savdo bo'ldi aka, lekin ko'rmadim bunday, xursandchilik bo'layotgan. Bunaqa narsani men ertaga yo'qotgan paytimda deb yig'lab berishim kerak bo'ladi. Hozir xursand bo'lish uchun, O'shaning uchun Xudoga shukr, Xudodan zo'r bo'ldi. Dada duo qildingiz, onajon duo qildingiz, zo'r bo'ldi deb aytib qo'yamiz. Hammani xursand qilib anaqa qilamiz. O'zimiz shu o'rtadan qilaylik, ko'tarilib ketavermasin. Mana bu ko'tarilib ketaversa, buni tushirish qiyin ekanda. Mana bo'yin urganib qoladi, pazvonashliklar, keyin muskullar urgangandan keyin tushira olmaysiz. Shuning uchun muskulni urgatib qo'ymaylik. Bunday turaversin deb anaqa qilamiz. Shu media sohasi savdo tomonga juda yaxshi ta'sir qildi. Hayot tomonidan bilmadim. Men shu harakat qilaman, ertalab yurgan paytimda otam, onam, jigarlar, oila haqida ko'proq gapirishga. Nima uchun? O'sha meni kuzatayotgan yoshlar, yosh o'sib kelayotgan tadbirkor bo'lmoqchi bo'lgan bolalar xuddi shunday munosabatda otasiga shunaqa munosabatda bo'lsin, onasiga shunaqa munosabatda bo'lsin, akam, ukam desin, oilam desin. Bitta narsa bor. Aka ukasini, ota onasini yaxshi ko'rmagan odam ko'chada ham hech kimni yaxshi ko'rmaydi. Men eng qaraydigan omillarimdan bittasi shu. ishga olayotganingizda Ishga olayotganimda ham, do'stlashayotganda. Akam, ukam, otam, onam demadimi, u sizni ham yaxshi ko'rmaydi. Misol bitta keltiring, uzr gapingiz bo'ldi. Bitta odam siz bilan yaqin bir hamkor bo'lmoqchi. Zo'r, bizda aytib qurilishda bitta yangi joy boshlamoqchisiz. Haligi sizga zo'r gapiryapti. Anvarjon, xudo xolasa yorib tashlaymiz, zo'r bo'ladi, xudo xolasa, biz ham birov deb xafa qilib yurgan odam emasmiz, yo deb turibdi. Shunday otasi telefon qilib qoldi. Ota, hozir telefon qilaman dedim-ku deb o'chirdi. Shu vaziyatda mening shunaqa tasavvur bo'lyapti, bo'ldi. Uje o'ylab ko'rish kerak. Boshqatdan qayta o'ylab ko'rish, bu odam bilan ishlash kerakmi, yo'qmi deb o'ylaysiz. O'ylab ko'rish emas. Bunaqa anov bilan o'sha otaga bo'lgan munosabat bilan birdan to'xtatamiz. Qandaydir bo'lsa ham chiqib ketaman vaziyatda. Juda ham shinikib ketmayman. Bir joyda aytsa, tilloga teng joy bo'lsa ham borib yopishib qolmaymiz. Ha. Yo'q. Asta-asta. Nasib qilganmikan bo'ladi. Nasib qilmagan bo'lsa bo'lmaydi. Bizda masalan yaqinda Sartepada bitta joy ko'rdikda, shu o'ylab, anaqa qilib to kelishib anaqa qilganimizcha, lekin u odamlar biz haqimizda yaxshi fikrda, yaxshi narsalar aytdik. Bizlar ham u odamlarni surishtirdik, juda yaxshi, ahil oila, akam, ukam deyapti. Hammasi. Akam maslahat qilay, zavod ukasiniki. Akam bilan maslahat qilay deb. Zavodga egaligi yo'q odam. Lekin so'rayapti, u zo'r dedi. Hamma tomonni surishtirdik. Shu o'rtada men safarga chiqdim. Bizlar qanaqadir shart aytdik, u kishilarga nimadir bo'ldi-da, hech qanaqa yomonlik bilan emas, yaxshilik bilan bo'lib ketdi. Keyin bolalar aytadi-ku, 4 gektar joy ketib qoldi, zo'r shartlar bilan. Xo'p, nasib qilmagan bo'lsa agar, bunda bir hikmat bor. Agar nasib qilmagan bo'lsa, 3-chi, 4-chi, 5-chi etajga kelganingda bir narsa bo'lsa-chi. Yana ham battarlanish vaziyat. Yaxshi vaqtida bo'ldi. Zato yaxshi odamlar bilan tanishdik, yaxshi odamlar bilan anaqa qildik. Bir bo'lgan vaziyatlar, aka, Shohruxjon, hech qachon otam, onam, akam, ukam demaydigan odamlar bilan ishlab qolganman. Lekin tushunganman, nimalargacha borganman u odamlar bilan. Urushib, sen men talashib, paxtalashib. Qilgan narsasi ota onasi uchun yo aka ukasi, opa singlisi uchun, riyo uchun. Men o'zim o'ylaganman shunday, riyo uchun. Ko'z. Bu qilyapti, men kammanmi? Bu qilyapti, men qila olmaymanmi? Degan narsada deb o'ylaganman. Lekin vaqtida, joyida yopdik.
Shuning uchun eng qaraydigan omilim ishga olishimizda ham, boshqasida ham, ishlayotgan odamlarimiz bilan ham. Ertaga o'sha odamlar bilan ana oson bo'ladi ishlashimiz. Shu yurishimiz, hayotdagi an'anamiz. Uni kallasida bitta narsa bor. Men shu narsani qilib qo'ysam, otamga qanday yetib boradi? Onam nima deydi? Ukamni yo'lini yopib qo'yaman-ku, men shu ishni qilib qo'ysam deydi. U aka, uka ota-onani yaxshi ko'rmagandan keyin, nima qilibdi? O'tirsam 1 yil o'tirib chiqaman. Chiqaman yana nima qilaman? Unda xayol yo'q-da, mana yerda otasi qon davlina bo'layotgani, onasi bunaqa ish bo'lib ketayotgani, ukasini oldini yopayotgani, sen paloncha o'g'rini ha, ha, yaqinlashmanglar deb qo'yadi. Nimaga shuncha to'siq bor ekan? Bitta insonni orqasidan shuncha to'siqlar bo'lib ketadi-da. Shuning uchun ko'p odam o'ylamay bosib qo'yadim deyman-da. Tapet bosib qo'ygandan keyin 7-8 ta 10 ta odam o'zini oilasidagi 10 ta odamga ta'sir qilib qo'ygandan keyin boshini toshga tegdi, boshqa qildi. O'shan boshidan qilaylik. Boshidan yaxshi bo'laylik. Bitta menga gap aytdingiz, shuni yana shu ekran qarshisida ham bitta aytsangiz. Reputatsiya shunaqa narsaki, boshida siz u uchun kerak bo'lsa puldan kechasiz. Lekin bir kun kelib sizga u katta pul olib kelib beradi, xuddi bir ishchidek gap bo'lib qoladi. Ya'ni siz uxlayotsangiz, reputatsiyangizga sizga pul olib kelayotgan bo'ladi deb aytgandingizda. Xuddi shunday. Bu narsaga nima misol ayta olaman bilasizmi, Shohruxjon? Biz superda ishladikda, boshlagan paytlarimiz juda odamlar neto gapirib ketsam, xo'p, kechirasiz, bo'ldi. Opajon, akajon, qo'ldan kelgancha yaxshilik. Birov telefon qilib, mana bu yerda kraskalash kerak desa, chop borib, davay qilaylik, bunday qilaylik, bunday qilaylik, jon-johdi berib. Jo'ram aytadi, Otabek jo'ram. Endi u achinganmi? Jo'ram, buncha o'zingni o'rtaga cho'q qo'rasan, sal anaqa sen ham yo'q deyish turgan. Indama jo'ram. Indama. Shu 3-4 yil o'tdi. Shu odamlarni oldida aytganingizdek reputatsiya oshdi. Anvar mana shunday bo'ladi. Yomon anaqa qilmaydi. Ishlasang zo'r. Odamdan maslahat so'rab boradi. Kimdan? Eng yaqinidan yoki sizni tanigan insonlardan so'raydi. O'sha insonni 2 marta zo'r bola deganini o'zi sizga 1 million 2 million dollar ishlab beradi. Hozir ishlamayapsiz, to'g'ri, hozir o'sha reputatsiya uchun rasxod qilyapsiz. Biz superda nima yaxshilik, nimani qilgan bo'lsak, avvalo Xudo yo'lida qilganmiz. Mana shu odamlar shu yerga kelib, shu bolalar kelib, mana shunday o'zgarishlar bo'ldi deyishini yaxshi ko'rganman. Yoqtirgan. Lekin hani yillar o'tib endi o'sha odamlar men uchun pul ishlab beryapti. Masalan, siz uyamoqchisiz, o'tiribsiz, pastda Anvardan uyamoqchiman, Anvar uy sotyapti ekan desa agar, bor, zo'r u. Men uyamaganman-ku, lekin menga bir marta ko'rishganimda, svetimni qilayotgan paytimda sim ber degan paytim 1 metr sim bergan, yo'q demagan deydi. Masalan, u odam endi borku ko'ngil to'qlik bilan keladi-da. Shunday keladi. Men yoshi katta opalar bilan ona deb gaplashaman, onam deb. Ishonasizmi, bir xillari bitta opa aytdi-da, shu joyda ishlaydi, doktor opa. Men dedi, Anvarjon dedi, farzandim sizday ona demagan Sidqidildan dedi. Sizda hali ham onangiz emasman dedi. Onangizga qanday darajada aytasiz bilmadim deb yig'ladi, ishonasizmi? Shunchalik badanimdan o'tdi, lekin Sidqidildan aytayman, qanday? Til ichida men yoki mendan uy olish uchun emas, u odam uy olib bo'lgan mendan. Hamma narsani qilib bo'lgan. Faqat to'lovga keladi. Xomishda, ona nimaga xomishsiz? Ha, nimaga xomishsiz? Nima bo'ldi? Bunday yana gapirdi. 3-marta ona deganda, "Baxtga deb gapirib anaqa qildi. Ko'nglimdan chiqib ketdi-da. Siz kabi ona demagan. Shunday aytdim. Farzand seni katta qilgancha nimalardan o'tdi. Yig'lasang yig'ladi, tursang turdi. Hamma narsani anaqa qildi. Endi uylanib, shu bitta ayol bilan ona eri olamdan o'tgan ekan, ona отдельно yashar ekanda, ular eri xotin отдельно yashar ekan. Nevaralarini ko'rishga faqat yakshanba kuni borib kelar ekan 3 soatga. Soatlik qo'ygan. Hali ona dedim, ziq bo'lmang. Xudo xohlasa zo'r bo'ladi, keliningizga insof beradi. Lekin bolam qachon deb, to'xtang, shuni sizga Xudoyim ko'rsatmasdan qo'ymaydi dedim. Men katta onam shunday derdi-da. Bolam, o'zing ham shunday kelinchisin deganda, lekin men anonisini ko'ray. Shuni ko'rmasdan o'tmay deb aytgan. Nechta ana bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday sinalmasdan qolmagan odamlar. Siz haqingizda yaqindan ma'lumotim bo'lgani uchun aytaman.
Anvar akada yana bitta jihat muvaffaqiyat uchun bu ehsonni ko'p qilish. Hozir men mana qilgan deb sanasam hozir Anvar akaga yoqmaydi. Lekin men boshqacha savol bermoqchiman. Anvar aka, men yaqindan bilaman, siz ehsonga juda katta ochiq, imkoningiz qadar ochiq insonsiz. Ana mediada mana bunaqa savollar kelib qoladi-da. Yaqinda Maybach oldingiz, masalan, mashina oldingiz. Falon pulga mashina olgancha odamlarga ehson qilsang bo'lmaydimi deydi. Yo'q, men boshqa tadbirkorda ham ko'rganman. Bir yaxshi narsa oladi, aytaylik, bir mashinadir, moddiy narsalarda yoki sayohatga chiqqandir. Shunga rasod qilganingdan ko'ra odamlar yaxshi qilsang bo'lmasmidi deydi. O'zi aslida yaxshi saxiy tadbirkor o'ziga olgan narsalardan ko'proq boshqalarga bergan bo'ladi. Faqat hammasini aytmaydi, chunki aytilsa u erishgan maqsadiga yetmay qolgan bo'ladi. Shuning uchun endi menda mana bunaqa savol. Ehson qilsangiz, yaxshilik qilsangiz odamlarga, endi oxiratingizga savob, zaxira bo'layotganligi jihatdan muammo nima deydi, shubha yo'q. Ixlos bilan qilinayotgan bo'lsa, yaxshilik qilganingizda dunyoingiz uchun nima olasiz? Nima sizga yana plus bor? Nima uchun boy odam umuman o'zi boy bo'lishini ehson qilish kerak ekan? Xo'p, ehson qilganda dunyoingiz uchun nima foyda bor? Oxiratda mayli tushundik. Qarangda, hozir bitta narsani aytdingiz. Men o'zimda ham ichimdagi dardim shunaqa gapim. Haqiqatan odamlar bilib bilmay gapirib qo'yadi-da. Qarang, shu narsani olgancha yetimlarga bunday qilsa bo'lardi, bularga bunday qilsa bo'lardi degan narsani aytadi-da. Lekin Xudoyim shu odamga shu narsani berish uchun shuni nimadir sabablari, nimadir qilgan ishlari uchun beryapti. Shu aytaylik, mashina olgan bo'lsa, mashinaga mukofot bo'lib turibdi-da. Undan avval qanaqadir ehsoni bor. Bizlar mashinamizni ko'rsatib bera olamiz odamlarga, mana bunday mashina oldik deb-da. Chunki tinch, zo'r zamonda yashayapmiz-da. Nima? Lekin qilgan mana bu narsamizni ayta olmaymiz. Riyo bo'lib qoladi. Ertaga men maqtanyapman, mana bu narsa bilan chiqyapman degan narsa yomon narsa. Uni ko'rsatib berib, bir anaqa qiladigan bo'lsak agar, bilmasam. Men bitta kunuzda shu chiqqan Damas'nikini eshitganda odamlar aytadi, "U bunday qilibsiz, bunday qilibsiz." Aka, men uy qurganman. 15 ta uy qurganman shunaqa desam. Anaqa qiladi. Aytmabsiz-ku deb. Akajon, bu narsaga kunuz kelgan. Shuning uchun chiqib ketdi bu narsa. Bu narsani chiqarmaymiz. Bunga vobshe dadam qarshi, o'zimiz ham shunday niyatdamiz deb anaqa qilamiz. Ikkinchi tomondan men bu narsalarda dan keladigan foydani уже ancha oldin bilganman. Qachon? Ehsondan sizga foydani, dunyoviy foyda. Dunyoviy foyda. U tomonning foydasini Xudo xohlasa Alloh biladi. O'zi biladi, yetkazadi. Dunyoviy foyda Shohruxjon juda qilganingizdan 10 barobar, 20 barobar ziyatini bilasiz. Qachon? U pulda kelmaydi. U vaqti bilan hisoblab ko'rasiz. Yilda oxiriga borib bitta hisoblab ko'rasiz. Shu yil nima ehson qildim, nima qildim, ana bo'ldi. Shunday bo'ldi. Men o'zimga savollarim bor-da. Har yildan o'tganda. Ey Xudojon, Xudoga shukr, o'zingga shukr. Shunday yurtda, shunday tinch vatanda yashayotganimga, shu ota-onamni farzandi bo'lganimga, aka-ukalar hamma narsaga shukr aytgandan keyin, Xudojon, men senga nima yaxshilik qilib qo'ydim, yon men nima qilib qo'ydimki, bunchalik siylayapsan, bunchalik yaxshi bo'ldi shu yil ishim deyman. Har yilgi analizimda o'zimga uni shu turib anaqa qilib aytyapman. Yaqinda ham iloyim, Xudoyim oxirdan xursand qil. Nima qiluvdikki, shuncha yaxshi baraka berding, savdo berding. To'g'ri, 1 so'mdan sotasan, 10 so'mdan sotasan, baraka bo'lmasa uni foydasi yo'q-da. Xuddi shunday bizlar ham keyin shu ehsonga unga niyat qilganmiz. Ko'p ko'rgan odamlarimdan, anolarimdan. Men Aydin Rahimbayev ustozimdan ko'rganman. Shu soha bo'yicha ayolni qo'yib qo'ygan. Yo'q, hamma boy desam noto'g'ri bo'ladi. Hamma tadbirkorda, mana shu uspeshni tadbirkorlarda yo'li bor. Kimdir davolanish uchun qiladi, kimdir o'qish uchun, faqat kimdir ana uchun. Hammasining o'zining yo'li bor. Aydin Rahimbayev ustozimizning yo'li yetim bolalarga qarash. Oila, bola, shunaqa anaga. Aytaylik, eri o'lgan ayol bolalarga shunaqa ayollarga qaraydi. Yaxshi ana o'shandan qarashiga 4 ta viloyatida bor shunaqa uy. Shu uylarida upravlat qilib turadigan ayoli. Shu loyihaga xullas
unda pul yo'q, unda boshqa yo'q, Ijtimoiy lekin loyiha. ayoli undan mazza oladi. Men shuncha odamga qarayapman anaqa. Qarang, ikkinchi tomondan. Savob ikkovga bo'linadi. Yana ikkinchi kelayotgan odami ham, savob kelayotgan odam boshqa birovni qo'ysa agar, u boshqa oilada u oilaga ketib qoladi. Bu savob ham yana Sherigini ham o'sha o'zini oilasiga o'zini oilasiga olyapti. Shu narsalarni ko'rib mazza qilib aytganman. Shundan keyin hozir bizada ham ishlaydi, islom degan bola. Faqat shu narsa uchun anaqa qiladi-da. O'zi bechoraning vaqti yetmaydi, to'y qilib keladi, boshqa qiladi, u yoqda charchana qiladi. Islomjon deyman. Sen o'ylanma uka. Sen dahshat ishdasan. Sen to'g'ri 4 million oylik olayotgandirsan, 6 million oylik olayotgandirsan bugungi kunda, lekin sen qop savob zohiriy olyapsan. g'iyotsan, to'g'risi. Sen mana bularga qarama deyman, 10 million, 8 million olayotganing. Sen ko'rasan, sen ishingni Xudoyim birdan bir narsa qilib beradi deyman. Endi qarangda, xuddi islomda yonib ishlayotgan bolalar bor. Shular bilan munosabatim ba'zida bir xato qilsa yonib ketib urishib tashlaymiz-da. Bir anaqa. Lekin islom bir xato qilib qo'ysa urishga Xudoyim qo'ymaydi-da meni. Tilingiz bormaydi. Tilim bormaydi. Undan mutahamilchiligim uchun emas. U prosta zo'r sohada zo'r anoda qiladi. Menga aytib qoldi yaqinda, aka 103 ta bo'ldi farzand dedi. Aniqlik kiritay shunda. Siz ham shu Aydin Rahimboyev tadbirkor, qozoq tadbirkor akani yo'nalishini tanlagansiz, ya'ni ehson loyihalarida shu aytaylik muhtoj oilalarga oylik ta'minotini qilib berish bo'yicha qaysi jihatdan qaramog'iga oilani olish deb atalsa kerak. Nechtadir oila bor. Shu oilalar umumiy siz qarab turgan bolalar soni 100 tadan ziyod bolalarni har oy ta'minoti. 103 ta oila. Biza bitta maqsadimiz, bitta narsani aytamiz. O'sha qarilayotgan oilada men shu dunyoda hech narsa sizlardan umidim yo'q. Bir narsa ertaga katta 18 yoshdan keyin biz qaramaymiz. Nima uchun? Undan keyin ham qiladigan bo'lsangiz u bo'ldi, tamom, boqmanda bo'lib qoladi. Shuning uchun o'shangacha. Opa, shu farzandlarni zo'r o'qiting deyman. Menga dunyo kerak emas, nima emas. Zo'r o'qiting, dahshat bo'lsin, men uyini, o'qishini, hamma narsasini qilib beraman. Agar 18 yoshida institutga o'qishga kirsa, dalish qarayman. Kontraktda dalish qarayman. o'qish xarajatlari. Faqat kuchli kadr bo'lib, shu vatan, shu yurt uchun bir foydasi tegadigan odam bo'lsin. Bitta. Agar o'sha oilaga qaramasdan bugun ko'chada qolib ketadigan bo'lsa, uni zarari ham shu vatanga-da. Ertaga bitta yo alkash bo'lar, yo o'g'ri bo'lar, yo boshqa bo'lar. Yana u alamzada katta bo'ladi. Odatda masalan aytaylik, xotin ajrashganlarni bolalari bo'lishi mumkin-da. Otasi boshqasiga uylanib ketgan, shu uchun boyagi bola hayotda bir alamzadalik bor. Ulardan yomonlik bo'lsa ham katta yomonlik bo'lib ketishi mumkin. Lekin yaxshilik bo'lsa ham o'sha anaqani energiyani yaxshilikka sarflaydi. Ya'ni mehr ko'rgandagi yaxshilikka sarflaydi-da. Shu falonchi degan bir tadbirkor meni qarayapti menga deb. Yo'q, ana shu narsani ham aytamiz. Menga bunday qarayapti demanglar deyman. Men majburiyatim bor sizlar haqqlaring deyman. Nima uchun? Ular shu o'sha yeyotganida, ichayotganida halovat bo'lsin. Ya'ni muttahamdek bo'lmasdan. Bunday deb berdik, degan narsa o'tmasin deyman. Sizda haqqingiz opa deyman. Siz kiyishingiz kerak, siz yeb ichishingiz kerak. Faqat ko'pi bir ikkitalari nogiron opalarimiz borda. Ishlamang deyman, joningizni qiynamang, bo'ldi. Shu o'qiydi, dunyoga muhabbat qo'ymang, mayli ko'p pul bera olmayotgandirman. Lekin shu bolani o'qitib olaylik, ertaga bitta joyga kirsin, men ishga kirishigacha turib beraman, Xudo xohlasa. Zo'rano bo'ladi, dedim. Opa aytdiki, bo'ldi anajon dedi, kutaman. 10 yil desangiz 10 yil kutaman. Men shu paytgacha shunday holatlarda ham yashadim-ku deb o'ziga anaqa qildi. Ba'zi payt yaxshi narsaga inson tez o'rganadi-da. O'rgangandan keyin yana dalish zo'r bo'lsin deydi-da. Yo'q, to'xtang, sabr bilan qilaylik, zo'r bo'ladi. Bizlarda hozir shunday bolalarimizdan narxozda o'qiydigan bolalarim bor. Inyazda o'qiydigan, yurfakda o'qiydigan bolamiz. Shunaqa kadrlar chiqib kelyapti endi. Yurfakda o'qiydi. Shunday kelib aytdi, aka, yurfakka kirdim, shunday bo'ldi. U вообще boshqacha bo'ldi. Yurfak, tasavvur qiling, men yurfakka borib, kirib bir marta aylanganman jo'ram bilan. O'sha yerda men sababchi bo'layotgan bir bola o'qiyapti. Vahshiy mazza qilgan. Men yoqda niyat qilganman. Men bolalarim, o'zimni o'g'lim yo bolalarim o'qiydi deb. Endi yurist bo'lishiga hozir qarshi anamiz, lekin butun boshqacha bo'ldik. Shu bola kirdi, o'zining kuchi bilan bunday bo'ldi, sababchi bo'ldik deb. Shunda men o'zim
sal oldinroq bu haqda gaplashganimda o'zimcha fikrlab ko'rganman. Tomoshabinlar bilan birga bu yerda xulosa qilyapmiz. Bir millionerni ko'rib, endi boylar ikki xil bo'ladi deb meni tasavvurim shunaqa. Baxil boylar bor. Topadi, bermaydi. Ular baribir bir kun sinovdan o'tolmayapti-ku. O'zi bizga boylik nima uchun beriladi? Bir Sinov uchun. boyga sinov uchun beriladi. Ya'ni shu boylik kimlarnidir rizqi siz orqali borish uchun, kimlargadir shu mana hozir 2000 3000 inson sizda ishlayapti. O'shalarni rizqi siz orqali borayotganligi uchun yoki umuman ularga oylik ishlatayotganingiz uchun oyligini berayotganingiz uchun bo'lishi mumkin. Undan tashqari endi mana 100 ta oilani ta'minoti. Ular sizga hech narsa bermaydi bugun. Ularga yetib borish uchun, ya'ni sinovdan o'tayotgandirsizki, yana ham rivojlanyapsiz-da hozir. Demoqchiman, bir boyni ko'rganda, haligi saxiy boy bo'layotgan bo'lsa, to'g'ri boy bo'layotgan bo'lsa, demak shunga yarasha orqada ana dasturlashda backend, frontend deydi-da. Frontendda mashinani ko'ramiz, uyini ko'ramiz, chet ellarda nima azab sayt qilib yurib ko'rganini ko'ramiz, biz aytamiz alamzadalik. Bu odam haligi hayot adolatsiz, men ham yaxshi odamman, lekin bunga berildi deganday negativ yozadi kommentariy. Lekin endi orqa backendni ko'ring, nimalar bo'layotganligi. Men ko'p saxiy boylar bilan ko'rdimda shu narsani bo'layotganini. Bitta zo'r misol avval ham aytgandingiz. Bir boy keldi, katta biznesmen keldi. Siz ofisda ko'rishdi. Chiqib ketgandan keyin oddiy odam men ko'rishganimda, men uni odam biznesmen deb o'ylamadim. Bizdan uyab kelish uchun keldi deb o'yladim. Siz gaplash bo'lib turib, u ketgandan keyin, "Shor boyagi odamni kimligini bilasizmi?" "Bilmayman" dedim. Keyin u falon katta zavod, falon nechdir gektarlik zavodlari bor, shunaqa zavodni egasi, shu bittasi egalarning bittasi. Men ularga havas qilaman, bir yilda 300 ta uy, har yili 300 ta uy muhtojga ehson qiladi dedi. Endi bitta uyni tasavvur qiling. Aytaylik, bir xonali uy bo'lganda ham tayyori $40,000, $30,000 deylik. 300 tasi necha million dollar bo'lib ketadi-da masalan. Ya'ni bitta narsa bor, boy nimani hisobidan boy bo'lib ketyapti? Albatta Alloh bergani uchun, lekin sabab nima bo'lyaptiki, berishga havas qilgani uchun, o'zidan katta ehson qilayotganlarga qarab havas bilan qaragani uchun hamda bu yerda, ya'ni biz nimaga qarab havas qilayotgan bo'lsak, o'sha yo'lda yurishni intilayotganimiz-ku. 300 ta ehson qildi, men ham bir kun shunaqa bo'laman deganingiz esimda-da, bir boshqacha anaqa havas bilan, e'tibor bilan. Endi o'ylab, Anvar aka anaqa meni hali qilayotgan ishlarim, ehsonlarim kichkina desa, bizni nima qilyapsiz ekanda deb, biz undan anaqa qilamiz-da o'zimizga. Endi bitta narsa qilayotgan narsalarimizdan klientlarimiz eshitib qoladi-da, mijozlarimiz eshitib qoladi. Shunaqa oilaga qarayapti ekansiz ana deb aytib qoladi-da. Xursand bo'lasizda. Keyin aytamanki, "Opa, siz hech o'yladingizmi? Men shunaqa narsalarga sabab bo'lyapman. Men ham shu Anvar bilan birga qo'shilib shu yaxshilikka sherikman. Shu yaxshilikka Klient sabab uyga bo'laman. uy sotib oldi sizdan, Hı. pul to'layapti. Siz o'sha pulning Shunday. bir qismini u yoqqa ishlatyapsiz. 103 ta bolaga qarayapmiz opa dedim. Ko'zi katta bo'lib ketdi. Zo'r-ku, meni ham bolalarim shunday bo'lsa, shunday bo'ladi-da. Xudo xohlasa siz niyat qilavering. Mana sizdan o'rganyapti. Siz ayting bolalaringizga, men sababchiman deb aytavering. Hech qanaqa anavi joyi yo'q. Yo ishxonada bo'lsa ham bolalarga. Sizlar o'ylamanglar, birgalashib topyapmiz. To'g'ri. Oshirib tashlay olmasmiz. Lekin bitta yigitga nima kerak? Uy kerak, yaxshi mashin kerak, ota-onasining xizmatini qilish kerak. Chetga chiqib tursa bo'ldi. Bu yog'i Shu narsalarni hozirgi sostoyanimizda qilib turibmiz. Endi men bularga aytamanki, men kuchayib boraversam, ishoninglar, Xudo xohlasa bundan dahshat bo'laveradi. Hozirgi sostoyanimda shu deyman. Bundan buyog'iga yana shu. Yana bitta narsani bilinglar bolalar deyman. Bizlar uyda arzon sotganimiz bir masal, bir taraf, lekin shunaqangi savob narsalar bo'lyaptiki, o'sha hammasini birga qilyapmiz deyman. Hammamiz birgamiz, shunday qilyapmiz degan narsani aytib. Meni ishchilarim sizlarga oyliklarni beryapman, masalan shu, bu yaxshi ishni men qilyapman degan fikrda bo'lishi o'zi katta yomon. Men mijozlarim, men jamoam birga qilyapmiz. Chunki bu narsani hech qaysini bir o'zingiz qila olmaysiz. Men hech hammasidan xabar ham ola olmaysiz, boshqa ham qila olmaysiz. Aytganman endi Islomga masalan tug'ilgan kuni bo'lsa ber, tug'ilgan kunlari bilan tabriklashim kerak, o'zim qilib tursam yaxshi deyman. Uspet qilmayman cho'qi. Bor hammasiga ham. Qolib ketadi, ana bo'ladi. Bir kun telefon qildi. Telefon qildida, "Dada" dedi. Bildim, o'zimni qizim emas, ovozdan taniysiz. Boshqa, lekin bilyapman shu chakkadan qaysidir qizimiz. Shu siz qaraydigan oilani qaysidir bir qizi. Meni bugun tug'ilgan kunim deyapti. Bitta kelib tabriklab keting meni-da. Tasavvur qiling. Lekin ishonasizmi yo'qmi? Onasi aytayapti, mana uyim deyapti. Juda taqvodor, yaxshi ayol. Uyim deyapti. Aytganim yo'q. Men qizimga telefon qildim. Kirib bordim, shunchalik xursand, shunchalik ikkita farzand, otasi erta o'tib ketgan,
kasallikdan o'tib ketgan. Shunday yig'lab. U qizcha dadasini ko'rmaganiga eslolmar ekan. 5 yoshga kiryapti. Ketmang dedi. Ketmang dada, o'tiring, ana qiling. Shu boshqacha ana qilganda shu yurak bo'lmaydi, ana bo'ladi. Keyin o'tiring, ana qilasizda, Xudoga shukr, Xudoyim meni farzandlarimga oldida qilib qo'yding. Ana bunday juda yomon narsa bo'ldi. Juda yuragimdan o'tib ketdi. Bir xil narsalar bo'ladi. Bir kun bitta qizchamizni ko'rdimda. Bo'ldi, singlim sizni oladi, aytaman, qaraydi polni, ana qilmaydi, to'liq shug'ullanadi dedim. Qizingizga qaraymiz dedim. Qizcha 6 yoshmi, ko'zi katta-katta bo'lib ketdi. Ayajon, men berib yuborasizmi dedi. Qizchada qo'rqinch bor ekanda. U qayerdan eshitganman, endi ayam meni boqolmayapti, dadasi yo'q. Meni endi biron joyga topshirib yuboradi, o'zi aytib chetga ishga ketaman berib yuborasizmi deb ana qildi-ku, shunday yuragimdan o'tib ketdi. Qizim, yo'q dedim. Birdan ana qildi. Unaqa emas. Senga qaraymiz faqat. Qo'limizdan kelgancha. Tushundingmi? Sen yaxshi o'qishing kerak, ayang bilan birgasan, shu yerda turasan degandan keyin birdan joyiga tushdi-da. Shunday yuragimdan, ishonasizmi, kechqurun uxlamayman. Ba'zi bir shunaqa narsalar bo'ladi, oddiy endi kimdir uchundir oddiydir, shunaqa narsalar meni uxlatmay qo'yadi-da. Uxlatmay savol beradi. Nima uchun? Nimaga? Nima ana bu? Bu kuni bir 3 kun, 4 kun o'tgandan keyin chaqirib, "O'zi nima uchun ajrashgansiz?" Meni ishim emas bo'lmasa, men singlim emas, ana umi. Prosta o'zim savol beryapti-da. Bir haqiqatan ayb bunda bo'lib ajrashib yo biror narsa bo'lgan oilaga ana qilib qo'ymay, aka mana shunaqa sal narkoman, mana bunday narsa bo'ldi degan uchun bo'ldi, ko'nglim tinch bo'ldi. Keyin orqasidan bizada mahallani so'rashtirib, birinchi o'rinda mahallani so'rashtirib, u tomondan ham shunday ana kelgandan keyin ko'nglim tinch bo'ldi. Lekin nimalar qilmayapmizki, shu odamlar shunday bo'lib ketyapti. Shuncha odam qolib ketyapti. Ishoning, bizada ko'p haqqi bor. Juda ko'p haqqi bor. Faqat o'sha joyini, odamini, anasini topib qilib turishimiz kerak. Kuzatib turgan ko'pchilik yoshlar katta bo'lsam, tadbirkor bo'lay, yaxshi pul topay va men shuni niyat qilib turganman. Yo, ayni tadbirkorlar, men o'zimga ham men havas qilganman, siz buni eshitganimda, shu nechtadir oilani qaramog'iga olayotganlar. Yaxshi, mana model bu. Ana ijtimoiy loyihada, ana bundan to'g'ridan-to'g'ri siz qarab turgan odam sizga pul keltirmaydi, lekin boshqa yerdan shunaqa ko'p keladiki, siz buni mazza qilib o'sha oilalarga qarab, odamlarga ehson qilib yuraverasiz, boshqa yerdan taklifga kelaveradi, reputatsiyangiz zo'r bo'laveradi. Zo'r biznes proyekt, ya'ni mayli, oxirat tarafni aytdik. Bu yog'ini Xudoyim o'zi biladi, bizga qanaqa mukofotlar tayyorlab qo'yibdi. Lekin bu yerda hozir saxiy boyni shu dunyosini o'zida pul ko'p topish uchun ham, ya'ni pul uchun qilinmaydi, boya tepadagi gapga qaytamiz endi. Boy bo'lish uchun maqsadni pulga emas, qiymat yaratishga qaratish degan narsa mana yana qaytadan isboti bo'lyapti. Ya'ni siz hozir 100 tadan ziyod bolalarni, yosh bolalarda endi hali 18 ga kirmagan, balki birov 5 yosh, birov 3 yosh, birov 12 yoshdir masalan. Shu bolalarni demak, oylik yeb-ichishi, ta'limi va hokazo narsalarni qilib beryapsizki, qiymat beryapsiz jamiyatga. Mana hozir 100 ta bo'pti. Ajratmas, keyin 1000 ta qilsangiz masalan shunaqa narsani. Nimani hisobdan boy bo'lib ketayotganligini endi o'zi tushuning. Prosta rakurs o'zgartiramiz. Boy bo'lish olish emas, boy bo'lish berishda. Shu men o'zim sizni kuzatganimdan keyin tushunganim. Xo'p, siz mana shunchagina bersangiz, Xudoyim qoplab beradi. Boyagi shayxga o'xshagan holatda men konkurensiya qilyapman Alloh bilan. Qani kim ko'p ehson beradi? Men odamlarga ehson qilaman, sen menga ehson qil deganda. Shunda baribir yutqazdim men deb tugatdi. Lekin boshidan boshlash kerak. Odam birdan ehson qiladigan bo'lib qolmaydi yoki birdan shunaqa odam bo'lib qolmaydi, qo'li ochiq bo'lib qolmaydi. Boy bo'lib keyin ehson qilinmaydi. Yo'q, boshidan. Nima uchun? Siz topyapsiz, 100 ming so'm topyapsizmi, 10 ming so'mini qilib ko'ring. 50 ming so'mini qilib ko'ring. O'shandan ham tez ko'rasiz, topishingiz ham baland bo'ladi. Men ko'p aytaman bu narsani. Ukalarimga, shogirdlarga o'shani qilayotgan. Ehson deganda faqat ko'chada emas, faqat anada emas. Ota-onangizni boring. Men aytaman-da bolalarga. Qoraqalpoqdan ishchilarim bor, Qashqadaryo, past 12 ta viloyatdan ishchimiz bor. Uyga borayotganingda deyman, otang uchun отдельный narsa, onang uchun отдельный narsa deyman. Yetkazishni bil deyman. Minnat tarzida emas. Otajon, mana bu futbolkadan, masalan deyman, men hozir dadamga narsa olib kelsam deyman. Dadam unaqa zo'r tushunmasliklari mumkin, lekin badanlariga yoqishi uchun, o'zlari mazza qilib kiyishi uchun yo boshqa uchun
Dadajon buni prezidentlar kiyarkanda, dadajon buni katta odamlar kiyarkan. Dadajon buni prezidentlarda o'qiysiz, zo'r edimi? Dadam mazza qilib siypadi. Mazza qilib xuddi shunday yetkazdi. Onajon, bu eng zo'r ro'mol. Bir kelganda bitta yaxshi opada, tadbirkor opada ko'rib qoldim, o'shani izlab topdim. Hozir shunday deb anaqa qiling. O'sib boraverganingiz sari balandroq narsa bilan ishontirib boring. O'zi qanchalik odam rivojlanib boravergani sari anonisi ham qiyin bo'lib boraveradi. Xursand qilish ham. Lekin har bitta o'sha xursand qilishda tushuntirib bilish e'tibor bilan, ha, zo'r. Zo'r narsa insight bo'ldi menga hozir. Ehson qilishim uchun boy bo'lishim kerakda yoki yaxshi topishim kerakda degan fikrni biz chekkaga surib yechim bo'lyapti bu yerda. Kimdir student kuzatib turibdi hozir bu yerda. Kimdir endi biznesini boshlagan, aytaylik oyiga bir 500 dollar pul topayotgandir. Balkim endi 1 million so'm topayotgandir. Hamma o'zini iqtisodiy holatdan kelib chiqib turib, ehson qilish uchun anaqa yechim izlasin. Aytaylik bir student hozir mana bahorda Navro'z masalan bahorda uyga qishlog'iga boryapti, masalan viloyatlik bo'ladigan bo'lsa, onasiga bir joydan ro'mol oldi. Student oyiga baribir 1 million so'm rasxod qiladi, 500 ming rasxod qiladi. Shu pulni aylantirib yuribdi-ku, kichkina summa bo'lsa ham. Ro'mol aytaylik 100 ming so'mdir. Shu qayerdandir boy aytganingiz ro'molni olib, men o'sha falon joydan olib keldim, ona deb. Mayli u brend qimmat bo'lishi ham emas, shu joydan siz uchun olib keldim degan narsa. Gap bu yerda 100 ming so'mligi emas, uni e'tiborida bo'lib qolyapti-da. Qanaqa anaqa qildi. O'tgan safar menga o'rgatdingiz shu narsani. Ikkovimiz mana misol aytaman. Hozir oldimda turgan odam aytayotgan, tepada aytganim multimillioner, katta boy odam. Qashqadaryodagi katta 50 gektar loyihani sotib olish uchun Qashqadaryoga borganmiz. Bitta hikoya bu. Bir kun ish qanayapti sotib ofisda. Menga ham Anvar akaga ham ish qilyapti agar ishlaymiz desak. Anvar aka nima deyapti? Bugun o'sha kuni kecha ketamizda, Qashqadaryodan Samarqandga qaytishimiz kerak oilaga. Anvar aka soat 11larmidi? Chorg'i yuring, G'uzorga borib turib eng zo'r tandir olib kelamiz dedingiz. Kecha bir kun oldin meni bir kursdoshim o'sha yoqqa mehmonga olib borgan bo'lgan. Men tandir olmoqchiman ota-onamga, shu Qarshini o'zidan. Siz G'uzorda eng zo'r tandir deysizda, otangizga Qarshi shahridagi bo'laveradi degan tandir olib borasizmi dedi. Men boshqacha uyalib ketdim o'sha yerda. Yuring borib, G'uzorga borib, o'sha tandirni olib kelamiz deyapsiz. 1 soat bordik. 1 soat keldik, bir 40 minglab tandir pishishini kutdik. U ham o'chirib bo'lar ekan. Xullas, G'uzordagi yo'lchi tandirda reklama qilib ketishdi, zo'r ekan. Eng zo'ri degani qaysi deb telefon qildi tanishlariga Anvarga. Borib, o'shanga erinmay borib, yo'li ham zo'r emas ekan. Qiynalib borib, haydab borib, issiqda haydab keldimda, o'sha 2 kilodan 3 kilodan tandir oldikda, o'shani Anvarga Samarqandga oilasi olib keldi iftorlikka deb. Men Toshkentga olib ketdim. Olib bordim uni uyga. Dadamga aytayapman. G'uzordan shu kun aytdingiz-ku, buni e'tiroflab qilib berishni o'rganing dedingiz-ku. Shunda sizga aytganingizdek men ham ijod qilishga harakat qildim-da. Dada, buni Qashqadaryoda eng zo'rini G'uzorda pishirar ekan, tandir tayyorlar ekan. G'uzorning eng zo'r tandiri falonchi tandir ekan, o'sha yo'lchi tandir degani ekan. Biz o'sha yoqqa Anvar aka bilan birga 1 soat borib, 1 soatcha yaqin kutib, o'chirib turib, 1 soat qaytib olib kelyapmiz dedim-da. Ana bu aytdingiz, minnatam bo'lib qolmasin, lekin zo'r upakovka qilib chiroyli tushuntirgan. Bolam menga e'tibor qaratdi degandek. O'sha tandirni biz 3 marta iftorlik yedik-da. Endi oila kichkina 3 kilo olgan ekanmiz, ha. Har safar o'shani tandirga munosabat boshqacha. Shu Tamam boshqacha bo'ldi. Somsa ham shunaqa bo'ldi. Men Qashqadaryodan somsa olib kelyapman. Onam aytadi, Qashqadaryoning somsasi rostdan ham boshqacha bo'lar ekan-da, deyapti. Aytaylik, o'zi Toshkent somsasini farqini o'zi yeb sezmagandir. Lekin bolam shuni yo'ldan ko'tarib olib keldi degan narsa bilan. Ya'ni yaxshilik qilish, o'zi ehson qilish, yaxshilik qilish ota-onadan, oiladan, farzandlardan, qarindoshlardan boshlanadi degan gap. O'sha yerda ham endi yaxshilik qilish deganda, masalan, siz yaqinda men havas qilganim singlingizga K8 adashmasam, Kia K8 mashina sovg'a qildingiz. Endi pul necha pul turishini bilmayman, 100 ming yaqinroq bo'lsa kerak. O'sha mashinani sovg'a qilganingiz men havas qildim. Lekin bu yerda sizni iqtisodingiz K8 yetyapti. Sharoitingiz bor, singlingizga sovg'a qilishga. U degani men ham qachon endi K8 ga pulim yetsa shunda sovg'a qilaman emasda. Men misol aytyapman, riyo bo'lib qolmasin, o'shandan havas ijod qilib oldim. Singlim deb MacBook olib berdim. Men sharoitim shunga bo'lganiga, singlim shu kitob o'qiyman, ish jarayonida kerak bo'ladi deb haligi men xohlayotganini sezdimda. Shu bilgan kunimda o'zi sraz bor Toshkentga Malikada borib olib keldim. Endi xursandligimni ko'rsangiz. Mayli, siz iqtisodiy holatingizga K8 ga yetdi, meni shu pulim bunga yetdim. Shunaqa maza qildim o'sha kuni. Opam kelib qoldi. Xullas demoqchi, ya'ni aytish shart emas. Demoqchi bo'lganim shu format o'zgardi. Nima qilsanki deb bitta zo'r narsa aytaman kuzatuvchilarga ham. Men o'zim olgan qattiq darsim Anvar akadan
odamlarga yaxshilik qilib, ehson qilib, kayf qilishni o'rgan dedingiz. Men menga g'alatiroq gapdek tuyuldi boshida. Nima degani bu deb turib. Mayli, oxiratimizga ajr savobligi Xudo xolisa ixlos bilan qilsak, bor oxirat. Lekin hozirda o'zida birovga ehson qilgan paytda kayf qila oladigan qilib ber. Masalan, o'sha kuni tushundingizki, 100 so'm ehson qilganda maza qilmayotgan bo'lsang, sharoiting 2 so'm qilib ber, lekin asosiysi maza qil. Maza qilmayotgan bo'lsang, ertaga ichingdan bekor berdimmi degan har xil o'y qoladi degan men o'zim o'shani eslaydi bo'ldi. O'sha kuni men savdomizdan endi menga berilgan xizmat haqqini olib borib o'sha kuni hammasini sochdim. O'sha kunda o'zida shunaqa maza qildim, aytganingizdek kayf qilishni o'rgan deb. Umuman ichimda shubha yo'q, uni o'rniga aytganingizdek o'zi hadis ham bor bunga 10 barobardan 700 barobargacha, hattoki undan ham ziyod bo'lishi mumkin deb aytilgan. Shu hozir boshqalar ko'pchilik va men ham tushunishim kerak bo'lgan narsa, qancha beraverish haqida o'ylashimiz bilan shuncha Alloh bizga bersin, biz odamlarga beraylik. Sen Cobalt yutib oladigan, sovg'aga oladigan odam bo'l, Cobalt sovg'a qiladigan odam bo'l. Sovg'a qilgan odamniki u yoqda 10 ta Cobalt, 100 ta Cobaltni anaqasi kelyaptimi? Endi bitta savol. Sizda tasavvur qiling, hozirgi pul yo'q va hozirgi reputatsiya yo'q. Ya'ni tanish bilish, networkinglar yo'q. Hozirgi faqat aqlingiz bor, hayotiy tajribangiz bor. Va ishni xullas qisqa qilib aytganda, ishni noldan boshlash kerak. Yana hozirgidek $1,000,000 umuman muvaffaqiyatli tadbirkor darajasiga chiqish uchun bunaqa qilgan bo'lardim deb turib aytingki, miyangizda qanaqa tadbirkor millioner qanaqa fikrlaydiki, boshqalarga namuna bo'lsin. Boshqalar rakursdan savol aytaman. Men noldaman, tanish bilishim yo'q. Ota-onamdan masalan moliyaviy qo'llab-quvvatlashga imkoniyat yo'q meni. Aytaylik, Rossiyada ishlab, hozir studentman, kontraktim to'layapti. Men shu nol holatimdan muvaffaqiyatli biznesmen bo'lmoqchiman. Shu ikkita holat bir xil bo'ladi. Faqat u odamda hayotiy tajriba anaqa yo'q, fikrlash yo'q. Sizda fikrlash bor, lekin boshqa resurslar yo'q. Umuman networkingdan foydalanmaysiz. Pul yo'q umuman. Bugun hozirdan boshlab aytaylik, sizga yilning oxirigacha 1-million topish kerak. Nima qilgan bo'lardingiz? Men birinchi yilda o'zida 1-million topib bo'ladigan bo'lsa, u dahshat boy bo'lib ketadi. Mayli 100-100 ming deylik, demoqchi bo'lganim yaxshi daromad demoqchiman. Yuzaga chiqib ketish kerak anaqaga. Yo'lga chiqib ketish kerak. Eng muhimlaridan biri shu uyda men yoshligimizda juda ko'p onamni xafa qilib qo'yganman. Qanday ma'noda sho'x bo'lganmiz. Juda ham davlenalari chiqishiga sababchi menman. Men ko'p aytaman. Yo'q, qon bosimi bo'lib qolganlariga men sababchiman. Chunki haddan ziyod sho'x bo'lganmizda juda ko'p dilini og'ritganman. Men shu institut bosh davrida onamni ko'nglini olishni boshlaganman. Ishlarim juda yaxshi ketishni boshlagan. Men boshlardimki o'sha 16 yoshimda yoki 15 yoshimda onam ko'nglini olishni o'sha paytdan qilardim. Qilmadigan ishlarni vobshe dahshat qilib to'g'rilab ketardim. Ishim bundan ham zo'r bo'lardi. Ikkinchi anonisi, men ko'p narsada dadam o'qi, mana bunday bo'lasan, o'qishing kerak degan narsada soatlab kitobga qarab o'tirganman, lekin o'qimaganman. Vaqtimni zoya ketkazganman. Hozir kitob o'qishim qiyin bo'lyapti. O'sha payt o'qigan bo'lardim. Bosib. Ingliz tiliga men ko'p bolaga, ukalarimga aytaman, o'zim jigarlarimga, uka o'qinglar. Men dadam ayam repetitorga sarflagan pulini boshqa bolaga sarflaganda u olim bo'lardi deyman-da. Hali ham men bir oddiy tadbirkor bo'ldim, u olim bo'lib ketardi deyman. Shu ingliz tiliga sarflangan pulda ingliz tilini o'rganganimda hozir chetlarga chiqamiz, tutilamiz, qiynalamiz, qiynalamiz. Shuni o'rganganimda deyman, hozir qanaqa piragavorlar qilardim deyman. Yo bir boshqa davlatga borib katta ishlar qilib kelardim deyman. Shunaqa narsalarni qilardim. Hayotda ko'p narsadan o'zimni sinashdan qaytmaganman. Yana xuddi shunday. Hamma sohaga o'zimni urib ko'rardim. Nima uchun? Ertaga 30 ga 40 ga kirganda mana shu soha zo'r bo'lsa kerak deb orqaga qaramasdan ketish uchun. Keyin katta narsani o'ylaysiz. Mayda hamma yoshlik hamma narsani ko'taradi deydi-da. Masalan, qo'l sinsa ham, boshqa bo'lsa ham, nima ana bo'lsa ham, masalan, birovni xafa qilib qo'ysangiz ham yoshda degan, yoshlik hamma narsani ko'taradi. Yoshlikda qilib qolish kerak, qilib o'tib olish kerak o'sha narsalar. U ham qanday bir xilda yoshlikda qilib qolish kerak deb 40 gacha qiladi-da. U endi ko'p narsani bog'lab boradi. Boshqa yomon taraflardan bog'lab boradi. Yoshlikda qilib qolish kerak. Yo'q, 16 yoshdan 18-20 gacha. U ham ish jarayonida birovni ko'nglini og'ritmaganda, bir nima qilmaganda hamma narsada sinang.
25 yoshgacha butun o'zingizni uring, o'tga ham cho'qqa ham. Ishoning hech narsa bo'lmaysiz. Ota-onangiz duo qilib tursa bo'ldi. Hech narsa bo'lmaysiz. Undan u yog'iga 25 yoshdan u yog'iga uje ota-onaga qo'shilib xalq duo qilishni boshlaydi, xotin duo qilish, bola chaqa qarz bergan odamlar duo qilishni boshlaydi, klientlar duo qilish boshlaydi, duo ko'payib ketadi, zo'r bo'lib ketaveradi. Demak, ishni boshi eksperiment qilib ko'rishdan, tatib ko'rishdan ekanda. Hozir shu savolim ham bor edi o'zi. Men aytaylik bir 20 yoshli bola, student. Hali ming orzu niyatlarda bir o'qishga kirgan bo'lgan, unga yoqayotgan yo'nalish bo'lib chiqmadi masalan. Endi o'zini yo'qotib qo'ydi. Nima kasb tanlashim kerak, hayotda nima yo'l tanlashim kerak bilmayapman degan savol. Hozir javobini deyarli aytib bo'ldingiz. Ya'ni, demak, nima unga qiziq bo'lib tuyulayotgan bo'lsa, qilib ko'rsin ozgina. Bittasidan bir pachka sotib olmasin, qo'pol qilib aytganda bir yegulikdan, hali dasturxonda ko'p yeguliklar bor. Ana qaysini yesam ekan deb o'tirgandan ko'ra, hammasi ozginadan yeb ko'r degan gap bo'lyapti-da. Qaysi unga yoqsa, keyin shu bittasini tanlab ketaveradi. Oldin hammasini eksperiment qilib ko'r. Siz uchun baxt nima? Men uchun baxt ota-onamni borligi, shunday oila, jigarlarim. Bizlar baxtlimiz deb o'tirgan kunlarimiz dadam ko'p hozir kunlarda juda ko'p aytadilar. Bolalarim bir kun haftada bir marta yig'laylik, haftada bir marta mazza qilib o'tiraylik deydi-da. Shu baxt deb o'ylayman, chunki ukalarim ham yozilib gapiradi-da. Biza munosabat shu paytgacha ukalarim bilan bunchalik ochiq bir anavi qilib o'tirmaganmiz. Endi oilali, endi farzandlari bor, endi unday gapirmaymiz. Endi juda ham strogo bo'lmaymiz, Farruxjon deymiz, Jasurjon deymiz. Anavi qilamiz. Shuning uchun hozir eng yaxshi anavi baxt oilam. Do'stlar bilan, qarindoshlar bilan biznes qilmagan yaxshi degan fikrni ko'p eshitganman. Sizning fikringiz? Yo'q, qilish kerak. Nimaga? Hadislar bor. Avval yaxshilikni o'zingga qil, keyin ana bo'lsa boshqaga. Bu ham bir yaxshilikda. O'sha bola qarindoshingiz qiynalib bir joyda birovni qiynalib ish so'rab ana qilib yurgandan ko'ra, yaxshi mutaxassis, yaxshi bola bo'lsa, olib kelsangiz, u bilan ishlasangiz zo'r-ku. Ham oila urug' orasida obro'yingiz bo'ladi, munosabatingiz yaxshi bo'ladi. Shu men xolalarim aytadi, ammalarim, shu Anvarjonim yaxshi-da, mana bunday qildi-da, sababchi bo'ldi-da deb ana qiladi. Xursandsiz. Onangiz uni eshitsa qancha xursand. Otangizga baxt u farzand orqasidan. O, mana bunday ana ishxonada ukalaringiz bor, bojalaringiz bor, do'stlaringiz bor, universitetdan birga o'qigan, qarindoshlaringiz bor, hammasini ko'rganman. Asosiy yechim bu yerda qarindoshi do'stlar bilan biznes qilishda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan narsa munosabatlarni to'g'ri qilamiz. Ishni aniq qilish, ana suiiste'mol qilmaslik. Shu narsani hazm qila oladigan har qanday qarindosh, yaqinlar naborot suyanchiroq bo'ladi. Ishida, qiyinchilik joyida, boshqada yolg'iz his qilmaydi odam o'zini. Zo'r. Xo'p. Bitta savol. Hamma narsadan charchadingiz. O'zimiz tillarni bugaraniya deydi-ku. Bezor bo'lib qoldingiz. Ishlar zo'r ketyapti. Nolmayapsiz, lekin hammasi charchadi. Shunda nima qilasiz? Bilmadim, men hozir bu narsani o'ylashga ham ana qilmayman. Chunki charchashga hozir haqqim yo'q. Nima uchun? 6000 dan ziyod klientim bor. Agar ularnikini qurib berayda, keyin charchadim, nima qilsam ekan deyishga haqqim bo'ladi. Hozir haqqim yo'q. Charchadim deyish ham munosabatda demak bu aytganda, yaxshi, yomon deganday tanlov. O'ziz odam o'zini miyasini nastroy qiladi. Men shunday bo'ldim desa bo'ladi. Men kasalman, yo'q, boshim og'riyapti, yo'q. Ishlardan bezarim chiqib qoldi. Ishlardan bezarim chiqib qolish, oxiri shunga olib boriladi odam. Bezari chiqadi haqiqatdan. Yo'q, bizda energiyamiz bor, hali bosamiz, hali ko'p niyatlarimiz bor. Shunday o'tib ketmaymiz. Tishingiz orasi ochiq, hali ko'p ishlar qilishingiz kerak. O'zingizni biron bir yaxshi ish bo'lganda, qachondir rag'batlantirasiz? O'zingizga yaxshilik qilmoqchi bo'lganingizni nimalar qilasiz odatda? O'zimga yaxshilik qilmoqchi bo'lganim shu hozir mashin masalan. O'z interesingizda mashin, shuning uchun mashin olasiz. Hobbim shunaqa narsalar. Zo'r. Xo'p, oxirgi savolim deyman. Oxirgi paytdagi ikkita eng muhim hayotiy darsingiz, balki ishdadir, balki hayotiydir, eng muhim ikkita darsingiz oxirgi paytdagi. Bitta eng muhim darslarimni ikkita odamdan ko'rdim. Shunaqa narsani. Biri o'sha ustoz
o'sha komandaga kelib qo'shilishiga sababchi bo'lgan odamni chetlab yoki yelkasidan itarib, pichoq sanchib ketgan odamni bir yilda qanday ishi ketdi? Bir yilda hamma munosabatlarda yo'q, bu bunday emas, o'zi buniki noto'g'ri emas edi, bu hozir bunga yomonlik qilsam otamga bunday bo'ladi, oila bunday buzilib ketadi, bunaqa narsalar bo'ladi deb o'ylagan odamlarni anonsda ko'rsatib beraman. Sizga aytib beraman. Shu bir yil davomida masalan men o'zim deb olsam, bitta yaxshi personajni o'zim deb olay, hech kim yomon personajni o'ziga olmaydi. Yaxshi personajni o'zimga oladigan bo'lsam, bir yilni davomida men o'sha paytda 10x bo'lib turgan bo'lsam, 10 karra ishlab turgan bo'lsam, 3000 ta klientim bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda Shohruxjon 6000 tadan ziyod klientim bor. 6400 nechta mijozim bor hozir. O'sha bolani o'sha paytida bo'lar ish hamma narsani qilib qo'yib katta yo'lga chiqqandan keyin o'sha paytda 200 ta 300 ta klient bilan yo'lga chiqqan bo'lsa, 2 ta 3 ta ish boshlab tashlagan bola hozirgi kunga kelib bir $10,000 bo'lsa edi, yana o'zimni o'nglab olardim, yana ana qilib ketardim degan odam bo'ladi. Bir yil ichida bo'ldi. Yillar yilda sizda bir necha x ga o'sish bo'lyapti. Unda naborot pastga tushish bo'lyapti. Bitta joyda qaror bilan, Lekin odamni o'zini dunyo qarashini tuzatib, men mana shunday bo'lgan narsa noto'g'ri ekan degan narsaga kelmagancha menimcha Xudoyam mana qilmasa kerak deb o'ylayman-da. Chunki qarang, odam nimaga pastga tushib, nimaga bundaylar bo'lib ketayotganiga bitta analiz ham qilib qo'yish kerak-da. O'zini urishib ham qo'yish kerak-da. Nima qil, o'zi ana shuni qilmasliging kerak-da. Mana shunday qilganing uchun bo'ldi degan narsani urishib qo'ysa agar odam o'zidan ketmaydi, o'zidan ana qilmaydi. Mana shunaqa narsalarga sabab bo'lmaydi deb o'ylayman. Shu ikkita katta sabab, katta ana bo'lgani deb o'ylaymiz. Odam biz bitta narsani aytamiz, kurukka ko'p narsa bog'liq. Siz o'sha yurgan kurugingizda bir pachka yolg'onchi odamlar bo'ladigan bo'lsa, siz ikkinchi bitta pachkani to'ldiradigan yolg'onchilar bo'lasiz. Bir pachka ehson zo'r, samimiy odamlar bo'ladigan bo'lsa, siz o'shalar ichidagi shunaqa odam bo'lasiz. Bu yoqdan kelib qo'shilgan bo'lsangiz ham, yolg'onchi pachkadan kelib qo'shilgan bo'lsangiz ham, baribir ana bilan tuzalib ketadi. Bitta zo'r gapni men ko'p aytaman, ko'p bolalikdan ko'p aytaman. Yaxshi odam yerda ham yaxshi, oyda ham yaxshi, Marsda ham. Yaxshi yashab, yaxshi odam bo'lib, yaxshi nom ota-onaga chiroyli olib kelsak bo'ldi. Katta rahmat. Xudo xolasa zo'r insaytlar bo'ldi. Endi kuzatib turganlar aytadi menimcha, nimalar o'rganganini. Biz bugun o'zani biznes ichidagi savollar, mana bunaqa pul haqida ham ko'p gaplashamiz dedik, lekin aslida biznes ichidagi sabablardan ko'ra kattaroq bo'lgan narsalar haqida gaplashdik. Ya'ni pul kelishi uchun ayni ish haqida emas, uni orqasidagi backenddagi muhim narsalar haqida ko'p gaplashdik menimcha bugun. Xudo xolasa ko'pchilikka foydali bo'ldi. Sog' bo'ling, charchamang Shohruxjon, xursandmiz. Birinchi mehmoningiz bo'lganimizdan xursandmiz. Xudo xohlasa boyagi aytganingiz zo'r bo'lsin. Elga, xalqqa foydasi tegadigan. Bizlarni kuzatib turgan odamlar, mana yoshlar, sizga, dunyo telekanallariga ana bersin, intervyu bersin. Men mana shuni eshitdim-da, faloncha Anvar akani faloncha yili aytdi, shu narsa ham sabab bo'ldi desa agar men yomon ana bo'laman. Yaxshi narsa niyat qilib qo'ysin bugun. Qilsin. Qiloladi. Aytaman, hech kimni peshonasiga borib kelmagan. Men mana bunaqaman-da, men qishloqda turibman-da, men mana bunda turibman-da demaslik kerak. Qilolaman deng. O'zingizga o'zingiz blokni qancha qo'ysangiz, shuncha bloklarni boraverasiz. O'zingizga o'zingiz qancha ochib borsangiz, yetib borayotganingizni ko'rib borasiz. Shunday. Charchamang, sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Men bilan qo'shilib ketsangiz kerak. Rahmat.